Zamonaviy kasblarmi? Unda najot ta'lim. To'palanchisa, betartib deb tanbeh berasizda, hali hech narsa qo'ldan kelmagan shumshagan bolani, voy asal bolam, odobli bolam deysiz. Keyin ana qobiliyati bor ham sekin yumshab, suvga tushgan mushuk bo'ladi qoladi. Moliyaviy ta'minot kerak, lekin odam qo'yini ham, otni ham boqadi. Insonni Alloh shunaqa sof tabiatda yaratganki, uni biz ancha-munchaga buzib bo'lmaydi, lekin eplab buzamiz. O'zimizda o'qiydigan bolalardan ham so'rayapman, viloyatlarga borib, ijtimoiy tomondan foydalanasizmi deyapman. Ha deydi. Qancha desam oz deyapti. O'sha oz qancha bo'ladi desam 2-3 soat deyapti. Kuniga. Kuniga. Shuncha. Kuniga 2-3 soat. Bola bechora yoqqa borsa ham mumkin emas, bu yoqqa borsa ham mumkin emas. Nima qilsa taqiqda. Keyin deb bo'y o'sgandan keyin sen odam bo'lmading deydi. Taqiq emas, tartib kerak. Chegaralangan tanlov deydi mashina. Odam nonushtaga nima ish hal qil, lekin mana ro'yxat. Ota-onani kundalik hayoti pul bo'lsa, tirikchilik bo'lsa, g'iybat shikoyat bo'lsa, nafsoniyat bo'lsa, boladan nima kutadi endi? Iltimos to'g'rilik. Ha, biz to'g'rila olamiz balki, lekin u ota-onaning yordamisiz bo'lmaydi. Pulni rejani qilganingizdan kamroq sarflang, 2 barobar balki, lekin vaqtni reja qilganingizdan ko'proq sarflang, 2 barobar balki. U uni irodasi, qobiliyatlariga shikast yetkazadi. O'ziga ishonchi yo'qoladi. Chunki uni tanlovini siz chekladingiz. Keyin tegiga yetsangiz, u simptom bo'ladi. Ya'ni biz oqibatlar bilan kurashayotgan bo'lamiz. 3 yoshda insonni meni paydo bo'ladi. U odam uni xohishlarini, irodalarini, fikrlarini eshitish kerak. Nimaga akang bunaqa? Nimaga qo'shnimiz bunaqa deyaversa, shuni deb gap eshityapmanmi men? Shuni yomon ko'rishni boshlayman. U bola boshqa inson u. 100% siz aytgandaqa bo'lmaydi. Siz aytgandan zo'r bo'ladi lekin. Bir jiyanimiz aytgan. Dadam o'qimaydi. Ayam o'qimaydi. Nimaga men bitta o'qishim kerak ekan? Alohida mavzu. Assalomu alaykum. Rivojlanishni juda ko'pchilik istaydi. Shu bo'yicha alohida mavzuda Osmondagi bolalardagi suhbatlarimdan bir narsani ayta olamanki, odatda yoshlar rivojlanishni haqiqatan istaydi. Lekin rivojlanishligi uchun ularga to'g'ri ustoz hamda to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi insonlar bo'ladi. Aynan xuddi shunaqa insonlar to'g'rirog'i kerak bo'ladi. Osmondagi bolalar jamoasi maxsus darslarni yo'lga qo'yyapti. Bu 4 oylik maxsus dasturda biz bolalarni, umuman biz yoshlarni qanday qilib rivojlantirish mumkin? Bu oila bo'yicha shaxsiy hayot, karyera, muvaffaqiyat yo'li bo'yicha maxsus darslarni yo'lga qo'ydik va shu bo'yicha 50 nafar insonni kursimizga qabul qilamiz. Darslar 5-aprel sanasidan boshlanadi. Istalgan odam quyidagi sayt orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin. Unda spikerlar ro'yxati va qaysi mavzular bo'yicha darslar bo'ladi, bemalol ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Biz plan fakt rejimida ta'lim jarayonlarini nazorat qilishlikni yo'lga qo'yganmiz, ya'ni uyga vazifa berib ularni sizdan qabul qilib olamiz. Maqsadimiz rivojlanishni istayotgan, lekin shu bo'yicha aniq o'z yo'lini topa olmayotgan insonlarga qo'ldan kelgancha yordam berish. Osmondagi bolalar loyihasida ko'rishguncha. Assalomu alaykum ustozlar. Alohida mavzu navbatdagi songa xush kelibsizlar. Biz o'tgan safargi suhbatimizda 2-3 ta mavzu olgan edik. Shulardan biri haqida bugun gaplashsak. Shaxsan o'zimga ham Instagramdan juda ko'p ota-ona yozyaptiki, bolam 11 ga kirgan, bolam 12 ga kirgan, 13 ga kirgan, menga bo'ysunmay qo'ydi yoki qaysidir vaqt kelyapti, men boshqa odam tarbiya qilmoqchi edim, boshqa odam tarbiya bo'lib qoldi. Men qayerda xato qildim, endi bila olmay turibman degan savollar juda ko'p keladi. Aziz aka, mana maktabda ta'sischisiz, rahbarsiz, yoshlar bilan juda ko'p yoshlar bilan 2000-3000 nafar yoshlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaysiz. Bu muammo sizlarda ham bo'lsa kerak. Ya'ni bolani maktabga beradi ota-ona, muammo aytadiki, "Bo'ldi, sen hamma narsaga mas'ulsan" deydi. O'zi maktabda ham o'zining chegarasi bor. Sizda ham yetarlicha dardlar bordir bu bo'yicha. Ha, yetarlicha dardimiz bor. Biz qoida qilganmiz, ota-onamizni ko'p aytamiz. Ota-ona bizning qatlamimizdagi, ya'ni bizga o'xshagan xususiy maktablar bilan hamkorlikda ishlaydigan ota-onalar odatda bolasidan pul ayamagan ota-onalar bo'ladi. Pul ayashmaydi, ya'ni to'garak bormi, haydovchi bormi, maktabning to'lovlari bormi, qaqqadur bolalarimiz ketdi deganda chet el, boshqa shaharlarga borish bormi, ayashmaydi. Pulni ayashmaydi ekan, shunga yarasha vaqtni ayashadi. Ya'ni vaqt nuqtai nazardan yakshanbani birga o'tkazish, shanbani birga o'tkazish. Ya'ni aynan biz ota-ona aytmayman, ya'ni o'ziga to'q qatlam haqida gapiryapman. Va ularga men odatdagi iltimosim nimaki, pulni rejani qilganingizdan kamroq sarflang, 2 barobar balki, lekin vaqtni reja qilganingizdan ko'proq sarflang, 2 barobar balki. Ya'ni bolamizga bizni deylik nimadir to'lab berganimizdan ko'ra, u bilan gaplashganimiz ham unga xursand bo'ladi.
mana ota-onam men bilan gaplashdi deydi va nimadir o'zgarish qila oladi. Va bu biz dardimiz, chunki bolamda men muammoni ko'ryapman deydi va biz ota-onani chaqiramiz va u muammo asli tegi boshqa bo'ladi. Misol, oddiy misol, bolam deydi telefonga berilib ketgan deydi. Va bu hozirgi taxminiy anaqamiz bo'yicha, biz o'lchovimiz bo'yicha 40% ota-onalar. Aslida bu keys bor. Men o'zimizda o'qiydigan bolalardan so'rayapman, viloyatlarga borib, ijtimoiy tarmoqdan foydalanasizmi deyapman. Ha deydi. Instagram, ijtimoiy tarmoq deganda ular Instagram tushunadi. Yangi avlod Instagram tushunadi. Qancha desam oz deyapti. Xursand bo'lyapman. Yolg'on gapirmayapti, oz deyapti. O'sha oz qancha bo'ladi desam 2-3 soat deyapti. Kuniga. Kuniga 2-3 soatda juda oz deb aytyapti. Keyin yonimdagi yigitlardan so'rayapman. Yigitlar, operator yigitlardan-da, nimaga unaqa deyapti bular? Bu bolalar nega 2-3 soatni kam deb hisoblayapti desa, chunki uni o'rtoqlari bundan ko'proq foydalanadi va bundan ko'proq o'yin o'ynaydi. PUBG o'ynaydi, boshqa o'yin o'ynaydi va shuning uchun bular eng yaxshilari 2-3 soatni juda standart qabul qilyapti. Kelyapti deb bular. Ha, bular nimadir qilmoqchi va shuni 2-3 soatni kam deyapti. Va o'sha bolalardan ikkinchi savolni beryapman. Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? Oxirgi o'qigan kitobingiz qaysi? 15, 16, 17 yoshli bolalar. Turadida hali umrimda birorta kitob tugatmaganman deyapti. Bugun 16 ga kirayotgan bola 10-sinf bo'ladi. Katta ehtimol uyda shu odatlar yo'q. Ya'ni uyda kitob o'qilmaydi. Agar ota-onasi kitob o'qigan edi, lekin mana yana bitta yigitdan so'rayapman. Hozir tahlillar bo'yicha aytyapsiz-ku, undan oldin nimadir gaplashilyapti. Ota-onasi telefon bermagan. Lekin notebookidan Instagramga 2 soat kirar ekan. Qoyilmisiz? Qoyil. Aylanib o'tadi. Notebookidan kiryapti. Bundan oldin gaplashdik-ku. Fransiyada taqiq, mana Malayziyada taqiq, Avstraliyada taqiq, Floridada taqiq bor. Bitta Xitoyda aylanib o'tmaydi, lekin qolgan sanagan davlatlarimizning hammasida, mana biz jamoamiz bilan kelayotganda gaplashib keldik, hammasida bolalar aylanib o'tish yo'lini topgan. iPhone 17 bo'yicha start 30 yoshli odamda ham, 50 yoshli odamda ham, 5 yoshli odamda ham bir xilda. Ya'ni texnologiya bo'yicha start bir xil, ular aql tezroq oladi, zehniyat yaxshiroq va ular bizdan tezroq u narsani moslashadi. Shunaqa dasturlar bor, kalkulyatorga kirasiz. Nechaga ko'paytirsangiz, keyin sizni bekitgan dasturlaringizni ochib beradi. Siz uni hattoki bila olmaysiz. Men nimaga olib kelyapman? Mana misol uchun ota-ona o'ylaydiki, bolamni muammosi uni telefonga o'rganib qolganligi va bunga Instagram aybdor va bunga uni telefoni aybdor va bunga smartfon aybdor deydi. Xo'p, o'sha bola bilan gapirishim, bittasini chaqirdim. Bolam mana shunaqa holat. Uxlab qolsan darsda, telefon o'ynayapsan. Nima bo'lyapti? Kuniga 6 soat, 7 soat. U soat 6 da ketadi maktabdan. Telefon o'zi maktab ishlatmaydi. Yo'q emas, maktab ichida taqiq bor, lekin maktabdan 5:30 da 6 da chiqadi. Chiqishi bilan qo'liga telefon oladi, 12 gacha o'tiradi. Mana shu demak 6 soat, 6,5 soat bor. Demak, ota-ona bola bilan ishlamaydi. Mana shunga kelyapman. Ya'ni biz yuzada bitta muammo turadi. Deylik, bolam aytganimga kirmayapti deydi, yoki telefon o'ynayapti deydi, yoki kimdir sevib qoldi, o'qishga mehri tushib ketdi deydi, yoki futbolist bo'laman deyapti, kasbini tanlamayapti, ya'ni tayinli kasb emasda, gamer bo'laman, futbolist bo'laman, mana shunaqa narsalarga qiziqib ketyapti deb ota-ona bilan biz gaplashamiz, ko'taramiz masalani. Nega bolam telefon o'ynayapsan, nega futbolist bo'laman deyapsan, nega unaqa bo'lsan deydi. Keyin tagiga yetsangiz, u simptom bo'ladi. Ya'ni biz oqibatlar bilan kurashayotgan bo'lamiz. O'sha bola 7-sinf bola chaqirdim. Nimaga? Chunki uyga boraman, boshqa narsa yo'q deyapti. Ya'ni meni hayotimdagi eng qiziq narsa shu. Men bilan gaplashadigan odam yo'q. Men o'sha kiraman, o'sha o'rtoqlarim hammasi o'sha yerda, masalan, eski sinfdoshlarim hammasi o'sha yerda. Yana eski damlarni eslab, yig'ilib o'ynaymiz. Men bilaman, azizaki xato deyapti. Nima qilay deyapti? Ya'ni boshqa nimam bor meni deyapti. Ya'ni ukam bilan men o'ynamayman, ukam bilan yaqin emasmiz, ukam o'zini dunyosi bor deyapti, aka-uka deydi ular. Uyga borsam, uyda gaplashadigan odamman yo'q. Adam o'tdalar deydi, adamni juda kam ko'raman deydi. Onam bo'tdalar, onam o'zlarini yurish-turishlari bor, boshqa bor. Ya'ni biz ko'rgan narsa simptom xolos va ota-ona bizni maktabimizga beryaptiki, bolam shunaqa bo'lib qoldi, shuni iltimos to'g'rilaylik. Ha, biz to'g'rilay olamiz balki, lekin u ota-onaning yordamisiz bo'lmaydi. Ya'ni biz sizga mana shunaqa narsa bor ekan, ba'zan ro'yxat beramizki, mana shunaqa holatlar bor farzandingizda, bilarmidingiz? Yo'q, bilmasdim. Mana bildik, kelinglar, endi birga ishlaylik. Va biz ota-ona sifatida ko'pincha bolamizda ko'rgan narsalar, ular sabab bo'lmaydi. Ya'ni u Instagram aybdor emas yoki telefon aybdor emas, balki oqibat u. Umumiy qoida bor-da, hech qachon ota-ona farzandiga yomonlik ravo ko'rmaydi. Bu aniq. Hech qachon. Nimaga ota-onalar shuni qilyapsa bilmagani uchun. Oqibatini bilmaydi. Oqibatini ham bilmaydi. Bolaga qanday tarbiya qilishni ham bilmaydi.
Ya'ni nima uchun bilmasligini ham tushuntiraman, chunki bobo buvini davrida, ya'ni bobo buvi ota-onani tarbiya qilayotganda hozirgi texnologiya, smartfonlar bo'lmagan. Agar yana xuddi shu usulda tarbiya qilmoqchi edi, ya'ni ota-ona o'zini bobo buvisi ularda qanaqa tarbiya qilgan usulda tarbiya qilmoqchi edi, lekin zamon buni ko'tarmayapti. Ya'ni yangi tendensiyaga moslasha olmayapti. Va bugun biz shunaqa suhbat qilaylikki, ota-onalar qanday qilib farzand tarbiyasidagi ota-ona o'zining rolini bilib olsin. Uni ota-ona o'zining vazifasini bilib olsin. Qayerda taqiq qo'yish kerak, qayerda imkoniyat berish kerak. Hamma narsa taqiq bilan imkoniyati bormi yoki hamma narsa nazorat bilan imkoniyati bormi? Ya'ni nima qilib farzandini o'zi istagandek, ya'ni solih bir bola qilib ota-ona tarbiya qilish mumkin. Shu mavzuda hozirgi bugun suhbatlashsak juda ajoyib bo'lardi. Ota-onalar juda sevgan mavzuga aylanardi. Men mana shu bitta qo'shimcha qilmoqchiman, Qora aka. Qabulda o'zim o'tiraman, doim maktab, yangi maktab ochilayotganda shu kungacha 500 ga yaqin ota-ona bilan o'zim gaplashganman. Xo'p, gaplashganimda doim shu savolni beraman. Farzandingiz bizni bitirganda va u yog'iga mana oxirgi nuqtasi. Men farzand tarbiyasini epladim deb aytishingiz uchun, mana shu xulosaga kelishingiz uchun siz farzandingiz qanaqa inson bo'lishi kerak desa, deyarli hammasi 90% dan oshig'i jamiyatga kerak odam bo'lsin deydi. Shu gapni aytadi. Hamma xuddi shu gapni aytadi. Hamma, ya'ni birortasi aytmaydi, boyib ketsin demaydi. Bitta keys ko'rganman, qaraki o'zlari hatto ichadigan, chekadigan ota-ona ham farzandini shunaqa bo'lishini istamaydi. Bu maktabda keyslar bor, xuddi shunaqa bolasini chekayotgan ushlab olgan holatda ota ham chekayotgan bo'ladi, lekin farzandiga ravo ko'rmaydi. Ya'ni buni qilmasligi kerak edi, lekin qush inda ko'rganini qilyapti-da. Ya'ni birortasi aytmaydiki, boy bo'lsin, zo'r bo'lsin, puli bo'lsin faqat yoki obro'li odam bo'lsin, boshqa emas. Yo'q, shu jamiyatga kerakli bo'lsin. Tirikchiligi ham o'tadi, rizqi ham o'tadi, hurmati ham bo'ladi, ya'ni yaxshi bir juft ham topadi o'ziga, kerak inson bo'lsin, jamiyatda o'zini o'rni bo'lsin. Menimcha endi o'rnini topa olmaganlarni ko'rgan bo'ladi. Hamma, ya'ni mana shu 500 taga kelsa eng ko'p nima xohlaysiz farzandingiz desa, demak shu jamiyatda o'zini o'rni bo'ladigan va o'rni mustahkam bo'ladigan, jamiyatga foydasi tegadigan odamni yoki bolani chiqarishda biz maktab sifatida nima qilish kerakligini bilamiz. Lekin yoki mana o'quv markazi sifatida, lekin ota-onani qaysi, ya'ni nima qilish kerakki, ota-onalarimiz, biz o'zimiz ham ota-onamiz, shunga o'zimiz hissamiz qo'shamiz o'sha ish qilsak. Avvalo men bitta narsani e'tirof etishni hozir istayman. Siz mana ichingizdan yosh kattasi menman hozir, to'g'rimi? Keksasiz. Lekin hali birorta farzandni tarbiya qilib, jamiyatga qo'shib qoyillatgan joyimiz yo'q. Biz hali unga yoshmizda. Aslida bu mavzuni bir 20 yildan keyin gaplashsak, yana ham dadilroq gapirishimiz mumkin. O'shanda nimadir uddalagan bo'lishimiz mumkin, Alloh tavfiq bersa. Va o'shanda keyin mana deb ko'nglimizga kelib, mana meni o'g'lim palonjada ishlayapti, piston qizim mana bu ishlarni qilyapti deb, bemalol tajribalarni gapirsak yaxshi bo'ladi endi. Lekin 20 yilgacha ham ancha vaqt bor endi, Alloh umrimizni yetkazsa unga ham u ham nasib bo'lar. Lekin biz hozir boshqa bir jihatdan bu mavzuni ko'taryapmiz. Sizlar tajriba jihatidan. Ya'ni hali o'zingizni farzandingizni jamiyatga qo'shgan bo'lmasangiz ham, tengqurlarimiz jamiyatga qo'shilgan, ularning ota-onalari qanday tarbiya qildi, nima bo'ldi? Uni biz kuzatganmiz. Ikkinchisi, mana sizlar aynan ta'lim bilan shug'ullanasizlar, sizlar kundalik ishinglar shu endi. Demak, bu yosh jihatdan emas, bu tajriba jihatdan va o'zimiz o'rgangan, ustozlardan eshitganimiz, o'rganganlarimizdan kelib chiqib biz ba'zi bir mulohazalarni o'rtaga tashlamoqchimiz. Mumkin xato bo'lishimiz mumkin, gapirishimiz mumkin, ba'zi bir yondoshuvlarimizda kamchilik bo'lishi mumkin, lekin biz o'zimiz to'g'ri deb bilgan narsani o'rtaga tashlashimiz kerakki, o'shanda ham inshaalloh manfaat bor. Mana arablarda olim odamni shayx deb qo'yadi. Yosh bo'lsa ham shayx deydi. Nimaga desa, o'zi shayx degan so'z o'zi chol degan. Fors tilida xuddi mana shu narsa bor. Ustozni pir deydi. Pir o'zi keksa degan. Chol degan. Arablarda ham asli shayx degan so'z bu keksa yoshdagi odamga nisbatan aytiladi. Lekin ba'zan yosh odamga ham shayx degan so'z ishlaydi-ku. Yoki fors tilida pir degan so'z ishlatilgan-ku. Nima jihatdan desa, u ustoz jihatidan. Nima bog'liqligi bor keksalik bilan ustozlikni desa, bu yosh bilan emas, bosh bilan keksa. Ya'ni u hali o'shuncha umr ko'rmagan, lekin bilim tajribasi o'sha keksaniki. Keksa yoshdagi.
va bir qancha umr ko'rgan odamning aytaylik tajribasi, bilimi bor. Shuning uchun o'sha jihatdan u shayx. Ya'ni ilm jihatidan, bilim jihatidan u keksa degan yondashuv bo'ladi. Siz bilan bizniki ham endi juda da'vo qilolmaymiz, lekin aytmoqchi bo'layotgan gaplarimiz tajriba, bilim jihatidan mayli hali amalda qo'llanmagan bo'lsak ham nazariy jihatdan qaysidir darajada tajribada ko'rilgan, tasdiqlangan va o'zini oqlagan gaplar bo'ladi deb umid qilaman. Bu birinchi aytmoqchi bo'lgan gapim. Ikkinchisi endi asosiy mavzuga kirishsak, hozir aytganingizdek, farzandlar mana shunaqa barkamol inson bo'lishi uchun, jamiyatga kerakli inson bo'lishi uchun hamma 90% ota-ona shuni istab harakat qiladi deyilyapti. Bu nimani bildiradi bilasizmi? Bu bizning xalqimizda hozir juda katta quvvat va to'g'rilik, salohiyat borligini bildiradi. Borib mana boshqa xalqlarni ham ko'rib kelyapsiz. Hammada ham unaqa tushuncha yo'q. Kunini ko'rib o'tsa bo'ldi. U jamiyat bilan nima ishim bor? U jamiyatni o'ylashni qo'ying, u farzand ko'rmay qo'yapti bir yo'li. Bir barkamol farzand jamiyatga taqdim qilish tugul, umuman farzand ko'rish haqida o'ylagingiz kelmayapti. Bitta o'zini yashab qolishi uchun maza qilib huzur halovatda yashashini o'ylayapti. Juda ko'p xalqlarning turmush tarzi shunaqa. Bizni xalqimiz farzandim jamiyatga, xalqqa, vatanga xizmat qiladigan inson bo'lsin deyotgan bo'lsa, bu xalq tirik xalq bu. Bu kelajagi bor xalq bu. Shuning uchun men aytamanki, o'zbek xalqi dunyo jamiyatlarini o'rgansangiz, o'zligini, sof insoniyligini saqlab kelayotgan qo'ldan kelgancha kamyob xalqlardan hisoblanadi. Qadriyatini, dinini, sof insoniyligini saqlagan. Mana bu rivojlanganga o'xshagan mamlakatlar bor, juda apris ko'p. Odamlar bilan gaplashsangiz, faqat manfaat uchun harakat qiladi. Siz bilan muomala munosabat qiladi. Manfaat ko'rsa. Nima uchun farzand ko'rmaydi? Farzand ko'rishni istamaydi. O'sha tafakkurni ortida manfaat uchun harakat qilish yotibdi uning ichida. Himmati yo'q. Himmat yo'q, himmat manfaat parastlik himmat bo'lmaydi. Himmat manfaat ko'zlamagan odamda bo'ladi. Masalan, men birovga ruchka berib undan o'rniga qalam olmoqchi bo'lsam, u himmat emas-da u. Berib yuborsam keyin himmat bo'ladi. Ya'ni men manfaatsiz sarf qilsam keyin himmat bo'ladi. Manfaat ko'zlamasdan o'z manfaati keladi qaytib. U aniq u. Manfaat o'ziga qaytadi. Alloh shunaqa yaratgan dunyoni. Mana fizika qonuni bor, dunyoda hech narsa yo'qolmaydi, to'g'rimi? O'zgaradi xolos, to'g'rimi? Shakli o'zgarib, boshqasiga o'tib, aylanib kelaveradi. Mana suv ham bug' bo'ladi, bulut bo'ladi, qaytib suv bo'ladi, aylanaveradi. To'g'rimi? U o'z o'tish jarayonlarida har xil shaklda ko'rinadi. Qilingan yaxshilik ham yo'qolmaydi, u qaydandir qaytib keladi sizga. U farzandga sarflaysizmi uni siz? Qo'shningizga sarf qilasizmi uni? Jamiyatga sarf qilasizmi? Farqi yo'q, yaxshilik qaytib keladi. Alloh dunyoni shunaqa qonuniyat bilan yaratgan. Suv yerga singib ketdi deysiz-a, u boshqa joydan chiqib keladi u. Qayerdandir suv bo'lib zakandan chiqib keladi. Buloq bo'lib otilib chiqadi kerak bo'lsa. Shuni singari yaxshilik yo'qolmaydi. Bizda ana shu e'tiqod bo'lgani uchun musulmon xalq bo'lib, bizda manfaat ko'zlamasdan fidoyilik bilan harakat qilish bor. Farzand ko'rish istagining ortida ham shu tushuncha bor. Farzandni barkamol tarbiya qilish istagini ortida ham shu tushuncha bor. Mana shu himmat bor, mana shu fidoyilik bor. Men hozir sizdan eshitib shu fikr yana bir hayolimda yarq etdiki, alhamdulillah bizning xalqimizda mana shu fazilat hozir bor. Lekin siz aytmoqchi, xohish bor. Endi uni amalga oshirish uchun nimalar qilish haqida mana bilim yetishmaydi. Bilim osmondan bizga vahiy bo'lmaydi. Bilim shu vaqtgacha insoniyat o'rgangan tajribalar xulosalaridan olinadi. Mana hozir kitobga ta'rif qilishni gapiryapsizlar-ku, doim kitob o'qi, siz loyihalaringlar bor-ku, 100 ta kitob o'qish, 50 ta kitob o'qish. Mana hozir ota-ona uyda kitob o'qimaydi deb nolyapmiz-ku. Kitob o'zi nima? Nimaga biz kitobga ta'rif qilishimiz kerak? Kitob ahamiyati nimada? Kitob shuki, bitta odamning o'rgangan, bilgan, kerak bo'lsa 50 yillik hayotini xulosasi. Shuning uchun bir ajoyib gap bor. Donishmanddan so'rashgan ekan. Inson 1000 yillar yashashi mumkinmi? Donishmand aytibdiki, ha, yashashi mumkin. Qanday qilib? Kitob o'qib. Qanaqasiga, qanday tushunamiz buni desa, sen har bitta kitob o'qiganingda
bir insonni kerak bo'lsa 20 yillik ilm tajribasini o'rganasan. Kimnikidir 50 yillik, kimnikidir undan oz ko'p. Har kitob o'qiganingda bitta kitob masalan 20 yillik ilmiy mehnat tajribalarini o'z ichiga jamlagan bo'lsa, 20 yil yashagan bo'lasan. Mumkin u kitobni sen 3 kunda o'qirsan, bir hafta o'qirsan. Lekin o'sha bir haftada 20 yilga ulg'ayasan. Keyin yana bitta kitob o'qiysan, u yosh kattaroq yana ham kuchli olimlar tajribalari jamlangan. Kerak bo'lsa asrlarni jamlagan kitob bo'ladi. Masalan bir ilmiy kitob bo'ladi, u asrlar davomida bir necha olimlarning ilmiy xulosalarini jamlagan. Siz bir kitobni o'qishda 100 yillarga, 200 yillarga qarab umr kechirgan bo'lasiz. Donishmand aytdiki, kitob o'qi. O'sha ota-ona uyda kitob o'qisa, o'zi bola tarbiya qilib, peshonasini urib, bu yoqqa borib, bu yoqqa kelib, keyin nevaralari kelganda eskirib qoladi-yu ota-onalar. Shu e'tirof eskiradi shu kitob o'qisa. Bilasizmi, ota-onalar, yosh ota-onalar bolalarga ko'p jabr qiladi. Shuning uchun bolalar bobo-buvisini yaxshi ko'radi. Nimaga desa, ular bolaga mehribon, shafqatli, yaxshi munosabat ko'rsatadi. Nimaga? Ular 5-6 ta bolani tarbiya qilguncha unisini cho'loq bunisini balobatlar qilib bo'lsa ham tajriba orttirgan bo'ladi. Keyin xatolarni o'ylab, deb nevarasiga kelganda eskirgan bo'ladi. Eskirgan paytda farzand ko'rish yo'q. Shuni mana yosh ota-onalar kitobda o'qisa, shu kitobda shu yosh turib opa-dada bo'lishi mumkin. Birinchi farzand lekin bobodek fikrlaydi. Ikkinchi farzand ma'lum otinoydek tafakkuri bor. Og'ir bosiq. Nimaga? Ilm bilan, kitob bilan bo'ladi. Shuning uchun ota-onani hozir mana siz aytganingiz farzandlaringga qarang, mana vaqt ajratmaydi, deyapsiz. Nimaga shu desa, shu tajribasida shu vaqt ajratmasligini achchig'ini hali totib his qilmaganda u. U ko'proq boshqa narsalar bilan band. Endi his qiladi u. Qachon mana hozir 17 ga kirganda quloqiga gap kirgiza olmayotganda bir uyg'onadi. Agar 30 ga kirganda ali qarz qavolaga solib uyini sotadigan ahvolga olib kelib qo'ysa, rosa eskiradi keyin. Shunda o'ylash kerak, mana shu bolani shu ahvolga kelishida men qayerda xato qilganim deb o'ylaydi o'zi. O'shanda biladiki, o'sha xatolarning katta qismi shu farzandi bilan gaplashmagan. O'sha maktabdan kelganda 5 soat, 6 soatida ishi bo'lmagan. Nima ko'ryapti, nima qilyapti. O'zicha o'ylagan, pul tashab qo'ydim, meni hamyod qilyapman, va hokazo deb o'ylaganda. Moliyaviy ta'minot kerak. Lekin odam qo'yni ham, otni ham boqadi. Itni ham boqadi. Hozir itni boqish odam boqishdan qimmat bo'lsa kerak. Mushukni ovqati odamnikidan qimmat ekan. Mana shunaqa. Yo'q. Maxsus do'konlarda ham sotiladi. Qimmat bo'ldi mushuk ovqati. Bitta mushukni hamma narsaga urmaydi. Bitta mushukni ozodlar mushuk ekan. Ja qimmat emas endi 2-3 millionlik mushuk ekan. Ovqati 1 million ekan bir oyda. Uni bitta bola katta qilgan yaxshi-ku, to'g'ri? O'zi ana ikkita katta odam katta bo'tgan joyda bitta bola yonida katta bo'lib ketadi o'sha ortiqcha ovqat. Endi siz mushuk baxtizmi va odam baxtizmi farqi bo'lishi kerakmi? Mushukka o'sha yemini berasiz, pulini to'laysiz, haligicha Yevropaliklar sizga mehribon bo'lib ketsiz, ko'ylak kiygizib qo'yasiz. Itga ham, mushukka ham hozir ishton ko'ylak kiygizishyapti-yu. Bo'ladi shunchalik. U ko'ylak ishton kiygizib, yedirib ichirishni hayvonga ham qilasiz-da. Inson hayvonga ham qiladi uni. Uni tarbiya deyish noto'g'ri u. U vazifa ta'minot u. Tarbiya undan keyingi ish. Ta'minot o'lib qolmasligi uchun va Ha, men yuzda mushuk o'lib qolmasligi uchun yegan go'shtingizdan berasiz kerak bo'lsa, noningizdan sindirib berasiz. Qush boqasiz, to'g'rimi? Odamlar betana boqib o'tiradi, o'sha betanani quchoqlab cho'ntagiga solib yuradi. Hali ishqibozlari. To'g'rimi? Qaqi borsa olib yuradi. Bolasini turnari deydi, betana qo'ltig'ida bo'ladi. Va hayvonga ham undan yaxshi mehr ko'rsatadi inson. Endi mana shuni ota-onalik burchini bajardim deb ko'kragini kerish noto'g'ri-da u. Undan keyin bo'ldi mana jismini tarbiya qilish, sovuqdan saqlash uchun kiyim-kechak bor ekan, uy joy. Lekin inson qilish uchun nima qilish kerak ota-ona? Uni ham ota-ona qiladi bor. Uning uchun ota-ona o'zi inson bo'lish kerak. Insoniylik nima bilan o'lchanadi desangiz, u insoniylik mana hayvoniy nafs borda insonda. Keyin farishtalik xislati bor. Bir ajoyib bayt bor. Odamiy zoda turfa majunist, az farishta sirishta vaz hayvon. Gar kunad mayli on shavad kamazin, var kunad qasdi on shavad bihazon. Odamzod ajoyib bir majun. Farishta bilan hayvondan qorishgan.
hayvon bilan farishtalar ham qarashgan. Agar hayvon tomoniga mayl qilsa, undan past bo'lib ketadi. Farishta tomoniga qasd qilsa, undan o'tib ketadi. Inson insoniy bo'lishi uchun hayvoniy xohishlarni birinchiga qo'ymasligi kerak. Yeb ichish, masalan, mazali taomlar yeyish, bu hayvoniy xohish. Hayvon ham shunaqa. Hayvon ham yaxshi ko'rgan narsasini yeydi. Kerak bo'lsa sizni surtib bo'lsa ham yeydi. Xo'p, jinsiy maylni qondirish hayvoniy hislat bu. Yana g'azabini sochib o'ch olish hayvoniy hislat bular. Mana bu hayvoniy hislatlarni hayot tarziga aylantirgan odam hech qachon inson tarbiya qila olmaydi. U o'zini hayvoniy hislatlarini hayotning zarurat darajasiga olib tushish kerak. Zarurat darajasiga olib tushish kerak. Masalan, yeyish o'shuning uchun aytiladiki, mana Ibn Sinoning gaplari. Bu o'z sunnatda ham kelgan gap. Yashash uchun yegin. Yeyish uchun yashama. Ha? Ya'ni yeyish uchun yashalmaydi, balki yashash uchun yeyiladi. Hozir biz insonlarning hayotiga nazar soling-da, hayvondan battar. Hayvonlar, masalan, osh hayvonlar bitta ovqat qo'ysa, bitta yeb qo'yib 3 kun maza qilib yotadi. Biz bir mahal ovqat yeyish uchun 3 kun ishlaymiz keyin. Qarang, teskari. İnsoniy hayot hozimni olib qarasangiz, to'g'ri, kasb hunar ba'zi bir moddiy olamni obod qilish vositasi borligi uchun o'sha jihatdan bir ko'zimizga natijalar ko'rinadi, lekin bunday maqsadlarga qarasangiz, ovqat yeyish, shirin ovqat yeyish, yeb ichish, keyin nafs qondirish, shu-da. Bu hayvoniy xohishlarni qondirishga butun hayotni sarflash, bu insoniy hayot emas, bu asli o'zi. Hayvoniy xohishlarni yo'l-yo'lakay nima qilinadi, qondiriladi. Bu hayotdan maqsad bo'lmaydi. Mana shuni inson tushunish kerak. U o'zicha o'ylaydiki, unda maza qila olmay qolaman men. Choyxonada oshni kim yeydi? Masalan, odamlar bilasizmi? Kitob olish uchun shaharning bu chekkasidan o chekkasiga borish juda kam. Lekin sifatli ovqat yeyish uchun, shirin ovqat yeyish uchun boradi. Eng zo'r oshxona o'zi shahar tashqarisida. Bochkaga chiqadi, vodiyga borib, Andijonga borib osh yeb keladiganlarni bilaman men. Moskvaga Qozonda osh jo'natishadi. Ya'ni taomga shunchalar mehr. Insonning quvvati chegaralangan bo'ladi. Inson cheksiz quvvatli mavjudot emas, u chegaralangan. Quvvatni qayerlargadir sarflagandan keyin boshqa joylarga topolmaydi. Shuning uchun uni to'g'ri taqsimlash kerak. Quvvat bormi ota-onada farzandga ko'rsatadigan, faqat moddiyatiga e'tibor bersa, bo'ldi, ma'naviyatiga kuchi yetmay qoladi yoki mumkin. Yoki o'zining hayotida ham inson moddiyatga ko'p e'tibor bersa, ma'naviyatga quvvat yetmay qoladi. Charchab uxlayib, biz endi ishlab kelib charchab uxlaymizda deb o'zini oqlaydi. Kamroq ishlang. Bir ozgina kitob o'qing. Bir ma'rifat bilan shug'ullaning. Inson ruhi borki, chanqoq. Ana o'sha ota-ona demak farzandiga ilm, tarbiya berishda birinchi ish o'zini tuzatish kerak bo'ladi. O'shuning uchun bilasizmi, oldingilar shunchalar mana e'tiborli bo'lganki, uylangandan keyin turmushga chiqqandan keyin qizlar masalan luqmani halol qilish, hatto farzand ko'rishga urinishdan oldin 5 yil yashab olib, o'ynab kulib olaylik emas, nafsimizni poklab, luqmonimizni tozalab, keyin farzandga harakat qilaylik deb, farzand tug'ilishidan oldin o'zlarini poklashga uringan. Farzand hali dunyoga kelmagan, lekin mana endi farzand men uylanyapman, turmushga chiqyapman, endi men farzand ko'raman. Farzand ko'rsam, u barkamol bo'lishi uchun men nima qilishim kerak deb, o'sha kuni o'ziyoq oldingi haligi yoshlikdagi ancha-muncha ko'ngil kuchlarini ham cheklab kerak bo'lsa, ma'naviyatiga e'tibor berganda, xuddi shuni singari, mana farzand bo'pti, tug'ilib bo'lgandir farzandi. Farzand tug'ilgandan keyin ham inson o'zini isloh qilsa, farzandga ta'sir qiladi. Hozir mana bir ikkita men mutaxassislar bilan gaplashganimda aytadiki, ayniqsa ona va otaning ham, ko'proq onaning ruhiyati bola bilan nihoyatda bog'liq bo'ladi. Ayniqsa 10-15 yoshgacha bola o'ziga kelguncha. Hatto siz birovdan nafratlanasiz, shu bolani kasal qilishi mumkin. Degan hozir xulosalar bor. Bir nima aytib berdi? Doktorning o'zi aytib berdi. Birov deydi, bir ayol keldi, o'g'li 4 yoshar bola gapirmayotgan ekan.
4ga 5ga kirgan bola gapirmayapti ekan. Eringiz bilan aloqangiz qanaqa munosabatingiz deb so'radim deydi. Shu erim shu bir ish qilgan. Shundan men xafaman, lekin o'ziga ayta olmayman. Xafaman shundan debdi. Shuni eringizga aytganmisiz debdi. Desa, yo'q aytmaganman debdi. Erimdan ranjiganman, qattiq xafa bo'lganman. Lekin yuz kelib aytib janjallashmaganman. Xo'p. Endi bolangiz shuning uchun gapira olmayapti. Siz eringizga nafrat bilan yuribsiz, nafratingiz ortidan siz o'sha ichingizdagini chiqara olmayapsiz. Shu bolaga tilini to'sib turibdi hozir. Bolam yaxshi bo'lsangiz debdi. Bolasiz eringizga uzr aytasiz debdi. Eringizga e'tirozingizni aytasiz, mana shu narsadan xafa bo'lgan edim deysiz, lekin noto'g'ri xafa bo'lgan ekanman men deb uzr aytasiz. Chunki noto'g'ri xafa bo'lgan haqiqatda. Endi men tafsilotini aytmayman. Noto'g'ri xafa bo'lgan ekan. Shu xafachiligim noto'g'ri bo'lgan ekan. Nohaq xafa bo'lganman. Eringizga uzr aytasiz. Gapirishni boshlaysiz, erkin. Bolangiz inshaalloh gapirib ketadi deb aytdim deydi. Qarang. Nechta doktorga olib borgan shu bolani gapirib turish uchun-da ungacha. Bolani ko'rishgan hammaligi. Hamma bola bilan shug'ullangan bo'lgan. Haligi mana yangi uslubda bu qarang. Mana bu doktorning gapini eshitib borib, ayollar ham hali xudo aytdi desa ham, boshqa aytdi desa ham qilmaydi, bolang uchun desa qiladi-da. Inson shunaqa-da endi ayollar. Shuni boshqa odam aytgan mumkin, aytishi mumkin, qabul qilmaydi. Yo bolangga kerak desa, endi nafsi chekinadi endi. Nafsi chekingan. Borib erdan uzr so'rab, gapirib yaxshi munosabatni to'g'rilab oldi. Ertasidan gapirishni boshladi. Ertasidan. U 3 kun ham o'tmagan. Bugun uzr so'ragan bo'lsa, ertaga gapirishni boshlagan. Ota-onaning ta'sirini ko'ryapsiz. Salomatchiligiga bu. Endi ruhiyati, ilmga qiziqishi va hokazolarda nimani o'ylaysiz? Ota-onani kundalik hayoti pul bo'lsa, tirikchilik bo'lsa, g'iybat, shikoyat bo'lsa, nafsoniyat bo'lsa, boladan nima kutadi endi? Bu botindagisi. Bu zohirda ham shunaqa xatolar ko'pda. Masalan, aytaylik, ba'zi bir ota-onalar keladi, o'g'limiz, farzandimiz maktabda yaxshi o'qimayapti. Nimaga qiziqmayapti, ilmga qiziqmayapti va hokazo deydi-da. Men aytamanki, ularning oldida hech shu mavzuda gaplashganmisiz? Uni o'qi, qilma, tur emas. Shu mavzudagi muammolarni gaplashganmisiz? Qarang, mana hozir matematikada mana bunaqa ilmiy ishlar qilinibdi. Palonchi matematikada yaxshi bir ilmiy tahlillar qilibdi. Pistonchi fizikada bir yangilik biz o'zbeklardan ham chiqibdi. Kuni gaplashuvdim, tibbiyotda mana buni muammolar bor ekan. Deb bir o'sha bola qiziqayotgan sohani gaplashganmisiz? Gaplashmagan. Qur'onni ham o'qi, bolam o'qisang yaxshi bo'ladi deydi, o'zi o'qimaydi. Maktabda ham o'qi bolam. Men o'qimadim, sen o'qi deydi. Qarasa bola dadasi yaxshi karni yashayapti. Dada o'qimasdan shuna qo'ygan bo'lsa, men ham o'qimaganim bo'lsin deydi. Shu. Mumkin shunaqa bo'lish. To'g'rimi? Alohida mavzu. Kundalik suhbatlarda ham mana farzandlarni do'st davrasida ham o'zingizni ayollar dugonasi bilan, opa-singil bilan gaplashganda, erkaklar oshnalari bilan, aka-ukalar gaplashganda bir ilm ma'rifatga oid suhbatlar bo'lsa, bolada ana endi mana bu hayotni tanish, ana unga qiziqish ana endi bo'ladi. Keyin mana til o'rgatish bo'yicha ham o'zim tajribada sinaganman-da. Masalan, siz farzandga yaxshi mehr ko'rsatsangiz, farzand sizga shunaqa yopishib qoladiki, u sizga yaxshilik qaytargisi keladi o'zi, tabiatan. Siz uni mehr bilan xolis qilsangiz, haliga har bitta bergan noningizni minnat qilib, bergan oq sutimga rozi emasman deyavermasdan, yaxshilikni qiling, Xudo uchun qiling bo'ldi. Vazifa. Shunaqa bo'lsa, farzandda insonni Alloh shunaqa sof tabiatda yaratganki, uni biz ancha-munchaga buzib bo'lmaydi, lekin eplab buzamiz. Asli insonga Alloh shunaqa qobiliyat, shunaqa ruhiyat, shunaqa katta iste'dod berganki, mana biz o'zimiz farzandlarni hozir katta qilyapmiz, sezyapman-da. O'ta katta ne'mat berilgan. Har bitta bola juda katta ne'mat. Lekin shunday bir beg'ubor ne'matni eplab buzib rasvo qilamiz-da. Shunga topamiz shunga yo'lni. Temasidan ham yaxshi bo'ladi o'zi asli.
tarbiya qilmas. Xalaqit bermas. Xalaqit bermay tursizlar. U ota-ona nafsi buzilgan, buzuq nafsi bilan u bolani ham buzadi. Masalan, til masalasida hozir aytmoqchi bo'lganim. U shunday bir o'rganuvchan, qiziquvchan bo'ladi inson bolasi, lekin biz uni boshqa tomonlarga biz yo'naltiramiz. Til masalasida misol uchun masalan men bir bola menga yaxshilik qilgisi kelib turibdi mehr bilan. Mana yangicha mana alfabet ekan, lotincha ekan misol uchun o'qimayapman desa, yoki shu mana men ish qilyapman va inglizcha shartnomalarga shu tarjimaga hech yolchimadim-da desa misol uchun. Mana kitobni o'qiyapman, arabcha ekan, zo'r gaplar borga o'xshayapti, yaxshi tushunolmayapman. Shu endi sizlar qani endi sizlar bilsanglar, shuni o'qib bersanglar, hech bo'lmasa uyda shu imkoniyat bo'lsa, desa misol uchun, bola tilni o'rganadi. Insonga inson tabiatini o'rganish kerak. Mana farzand tarbiyasida inson tabiatini o'rganish kerak. U tabiat o'zgarmaydi. Hozir haligi maymunzoda tafakkur bor. Inson maymundan bo'lgan deydi. Yolg'on. Insoniyat Odam alayhisalomdan beri bir xilda, hamma jamiyat bir xil. Inson tafakkurida qobiliyatlarini o'zgarmas prinsiplari bor. Shuni o'rgansangiz, farzand tarbiyasi oson bo'ladi. Shulardan biri insonni eng so'zsiz harakatga keltiradigan turtki nima insonga? E'tibor, rag'bat, maqtov, keraklik hissi. Yaxshi. Tajribami yoki ko'rganini qilishmi? Eng kattasi muammo. Muammo. Ya'ni Miyamiz muammo yechishga anaqa qilganda, moslashgan. Miya birinchi bo'lib muammo uchun harakat qiladi va muammo uchun albatta harakat qiladi. ya'ni og'riq paydo bo'lishi kerak demoqchimisiz? Siz masalan sport bilan shug'ullaning, sog'lom bo'ladi, haligi yaxshi ixcham yigit bo'lasiz, kelishgan bo'lasiz desa, bo'lmasam bo'lmabman-da, endi deysiz, erinishingiz mumkin. O'ylasan desa kimdir? Endi sizga mana joy a'zo kasal, yurmasangiz bo'lmaydi desinchi, yurmasmikinsiz? Yurasiz. Inson gap so'zsiz harakat qiladi qachon? Muammo bo'lganda. Bolaga muammoni ko'rsatish kerak. Jamiyatdagi muammo deysizmi, fandagi muammo deysizmi, oiladagi muammo deysizmi? Shu muammoni ko'rsatib, shuni yechimiga yo'naltirib qo'ysangiz, o'zi kavlab yorib chiqib ketadi. Ya'ni bola dard bilan katta bo'lsinmi? Og'riq bilan? Ya'ni qanaqa jamiyat og'rig'i bilan? Jamiyat Boshida oilani og'rig'i bor menimcha. Mumkin oilani og'rig'ini his qiladi. Boshida. Mumkin kelajakdagi hayot haqida o'ylab uni og'rig'ini his qiladi. Muammo his qilish kerak birinchi bo'lib. Ya'ni mana masalan uzr aziz akam shu joyda qiziqib qoldi. Ko'pincha ota-ona bola nima deb so'rasa keyinroq olib beramiz deydi-ku. Ya'ni moliyaviy muammosi ham bo'lsa ota-ona ochiq aytish kerakmi yo'qmi? Ya'ni keyinroq olib beramiz sababi hozir pulimiz yetmaydi yoki deb aytish kerakmi shunda? Mumkin. Mana shu yerda bitta voqea bersam maylimi? Nomli. Ben anaqalarimiz bilan ham bo'ldim, ota-ona o'quvchilarimiz bilan ham bo'lishdim shu masalani. Keyin videoda ham gapirib ota-onaga tushuntirib berdimki, 12 yoshida kitob yozgan bolaning hikoyasi bor-da. Qishloqda katta bo'lgan, ranchoda katta bo'lgan. 14 yoshida kitob yozgan, 7 yoshidan boshlab ishlashni boshlagan, uyda maktabga bormasdan uyda ta'lim olgan. Qo'yon ko'paytirgan 17 yoshida, keyin uni ko'paytirib g'ozlarni qo'shgan 8 yoshida, keyin qo'shnisini ranchosini sotib olganda echki boqqan o'tdi, keyin qo'shnisini uyini sotib olib remont qilib qimmatroqga sotgan 9 yoshida. 10 yoshida keyin pikap sotib olgan mashina, ana fermadagi quyonlarni olib borib sotib tirikchilik qilish uchun. Lekin o'zini haydaydigan anaqasi bo'lmagan. Keyin yollagan. Qo'shniga pul berib turib, "Sen meni haydovchim bo'lasan" deb yollagan. Bu bola Cole degan, Cole Summers degan bola bitta o'g'il bo'lgan va keyin o'sha fermasini kattalashtirayotganda, echki boqayotgan paytda suv tugab qolgan. Qurg'oqchilik boshlangan uni qishlog'ida. Keyin qo'shni katta ko'l bo'ladi, o'sha yerdan qazib kelish uchun pul ko'tarishni boshlagan. 13-14 yoshida. Shuning uchun kitob yozgan o'zi. Twitter akkaunt ochgan 2010-yil bo'ladi. Bu bolani biografiyasi qiziqib qoldi. Biz qachon bolalarimizni shunaqa qila olamiz? Qani, oilani dardini hal qilyapti, mahallasini dardini hal qilyapti. Hal qilib bo'lgandan keyin jamiyat suv tortib kelish masalasini hal o'tyapti. 14 yoshli bola, hali maktab bitirmasdan turib. Desa, biografiyasida yozib qo'yibdi-da. Otasi nogiron, yurolmaydi. Onasini ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Va ota-ona doim gaplashishar ekan. Muzatish qanaqa to'ldiramiz bolani oldida. Bitta o'g'il ekan o'zi. Muzatish qanaqa to'ldiramiz? Kommunal to'lovlarni qanaqa to'laymiz? Nima qilsak bo'ladi? Doim pul yetmayapti. Ado bunaqa qilaylik, oyim bunaqa qilaylik, pul yo'q. Keyin
pul nima o'zi debdi 6 yoshli bola. Shu pul mana shu olib borsang nimadir beradi, mana shunaqa narsamiz bo'ladi. Ha, yaxshi. Shu topish uchun nima qilish kerak deb so'ragan adasidan. Adasi bilmayman, YouTube'da pul deb yozib chiqardi bu narsa deganda. YouTube'ga yozibdi keyin. Qanaqa boyib ketsam bo'ladi, pul topsam bo'ladi deb Buffett bilan manga videolar chiqqan keyin. Bunaqa qilasan, men do'konda ishlaganman, bunaqa ishlaganman deb. Shunaqa boshladim deydi. Bundoq qaradim deydi. Biz yerimiz bor ekan, qishloqda turamiz, ranchoda turamiz. O'sha quyon boqishdan boshladim deydi. 12 yoshimga borib, mana shunaqa narsalar qildim. Oxiri o'sha suv tortib kelish, kitob yozish bilan tugagan. Buni hikoyasi. O'sha yerda bizning ota-onalardan farqi nima desa, biz boya aytganingizdek, qo'y, sen yosh bo'lasan hali, tushunmaysan. Ya'ni bolamizga iloji boricha qulay, komfort, jamiyatdagi muammoni ham bildirmaslikka harakat qilamiz yoki oiladagi muammoni ham bildirmaslikka harakat qilamiz, lekin bildirsak mana bola qanaqa yetsam bo'lar ekan deb berar ekan. Mana bu siz aytgan narsaga hayotiy misolda. Miya yoshlikdan muammoni his qilib yashaydi-da. Aylanadi. Boshqa o'rgangan ilmlari shu muammoni yechishga harakat qiladi keyin. Shu eng qizig'i hozirgi bizning miyamizdan kuchliroq-da, uni o'sha paytdagi anaqasi qobiliyat jihatdan. Bu yangilik yaratishga, ya'ni bolalik paytda yangilikka moyil bo'ladi-da. Siz o'ylamagan joylardan zo'r narsalar topadi. Shuni aytyapman, telefonni bizda yaxshi ishlatishadi-da. Biz haligi bolalarni o'zimiz taxlab, to'sib, yumib, bekitib, kallaylab, oyoq qo'lini kesib, shol qilib, keyin odam bo'lmading keyin deydi. O'zi odam bo'lishga qo'ymagan bo'ladi o'zi. O'zini mana buni muammoni bir qancha sabablari bo'ladi-da. Shuning uchun mana hozir siz zo'r gap aytdingiz. Simptom deysiz-ku uni. Natijalar. Ko'pincha muammolarda bizda natijalar bilan kurashish ustunda, sabablar bilan birovning ishi yo'q. Sabablar hamki zanjir bo'ladi. 1 2 3 4 5 pastdan tepaga chiqqan atrofi yana o'sha qavatda boshqa muammolar zanjirlari bor. Shu muammolarni yechsa, hayot o'zi Alloh shunaqa yaratganki, o'zi uchadi hayot o'zi. Faqat uni zanjirlar bilan ushlab turamiz biz. Farzandi ham tarbiyasida asli biz o'zimiz zanjir qo'yamiz. Ko'pincha inson o'zi farzand tarbiyasida taqiqlar bilan bolani egib qo'yadi. Qaysi taqiqlar domla mana shu yerda, ya'ni qaysi taqiqlarni qo'yish kerak-ku, qaysi taqiqlarni qo'ymaslik kerak. Chunki misol uchun, deylik, bola kelib turib, mana kinoda chekkanini ko'rdim, men chakib ko'rsam bo'ladimi deb aytib qolish mumkin-ku. Qaysidir miqdorda balki kerakdir taqiqlar. Ha, u mana bunday narsa bor-da. Taqiqchi tashqaridan bo'lsa, tuxumni aytdik-ku, tashqaridan ursangiz tuxum sinadi, o'ladi, nobud bo'ladi. Nobud bo'ladi. Ichkaridan yorilib chiqsa, jo'ja chiqadi, hayot bo'ladi. To'g'rimi? Tashqaridan bo'lsa o'lim, ichkaridan bo'lsa hayot. Taqiqni ichkaridan yaratiladi, tashqaridan emas. Bizda taqiqlar qanaqa aytaymi? Mana men sal erkakroq gapiraman, odatga ko'ra. Taqiqlar mana biz jamiyatimizga qarang-da, to'liq hamma yo'q taqiqqa o'xshaydi. Taqiqqa ko'nikib ketganmiz va taqiqdan hamma yo'lda muammoni yechishda taqiqdan ish boshlaymiz. Yo'qot, chop, bekit, mana shunaqa. Mana hozir ham Instagramda yopish va hokazolar haqida taqiqlar haqida gapiryapsiz-ku. Taqiq asli yechim emas. Yechilmasligini bilamiz, lekin ilojimiz yo'q. Ya'ni bolaga aytyapsizki, o'rniga nimadir topib berishga harakat qilamiz. O'rniga nimadir qo'y deymiz. Lekin hozir agar mana hozir oddiy misol aytaman, Aziz aka ham biz ham maktabimizda o'zi maktabda ichida telefon ishlattirmaymiz, lekin to'liq taqiqlamoqchimiz telefonni. Ya'ni aytmoqchimizki, ota-onaga oddiy telefon olib berasan. Tutmaydi ham. Tutmaydi. Oddiy telefon olib berasiz, smartfon bermaysiz. Mana dunyoning eng rivojlangan mamlakatlari shunga o'tyapti. Qonunan kirityapti. Ya'ni qarang, buni ilojsizlikdan qilyapmiz. Ya'ni uni bilamiz. O'sha eng rivojlangan mamlakatlarda shu ish to'g'rimi? Aylanib o'tishyapti, boya aytganimizdek. Aylanib o'tishyapti. Bolalar aylanib o'tyapti baba. Demak, noto'g'ri ekanda. Lekin qarang, yon atrofida yo'q, qarang, yon atrofida bolalar ishlatmay qo'ysa shuni sal tushadi. Sal tushadi. Buni sababi mana kattalarning o'zida jamiyat. Jamiyatda o'zi, masalan, siz biz odamlar bilasizmi, telefonga qanaqa e'tiborli? Mana oddiy misol, ota-ona tinimsiz, masalan, iPhone'ning yangi usuli haqida u tinimsiz harakat qilyapti. Reklamalar yangisi chiqyapti, o'ladi, bo'lyapti deyapti. Odamlar mana shunaqa manipulyatsiyada yashayapti. Kattalar. Shu manipulyatsiyada yashayotgan kattalar keyin eshitdingmi, iPhone'ni yangisi chiqyapti ekan. Nimasi bor ekan? Kamerasi unaqa ekan. Buncha imkoniyati bor ekan. Nima qo'shibdi ekan? Hech qancha farqi yo'q ekan. Mana suhbatlarni eshitgan bola nima qiladi? iPhone o'ynaydi. Kattalarning prioritetlari bolaga o'tadi.
Siz kundalik hayotingiz telefon gapingiz, dardingiz hamma o'zi o'shib bo'lgandan keyin bolalar ham Biz keyin ularga bolalarga taqiq qo'ygan paytimizda o'zimiz taqiqlamaganmiz-ku. Bolaga taqiqlaganimiz shu xuddi unga zulmdek tuyuladi u. Aniq u. Haligi bir jiyanimiz Qur'on o'qiyotgan paytda aytgan. Dadam o'qimaydi. Ayam o'qimaydi. Nimaga men bitta o'qishim kerak ekan? U mana ko'ryapsizmi, kattalarda ko'rgan narsani takrorlagingiz keladi-da. Bolalar sigaretga qaydan o'tadi desa, kattalarni sigaret chekkanini ko'rib, sigaret cheksa katta inson bu hisoblanar ekan-da degan o'ydan boradi. Yo katta inson og'ir bosiq, haligindek odobli, axloqli bo'ladi degan tasavvurni tanisa, u odam axloqli bo'ladi, u sigaret chekmaydi u. Bolaga dunyoni biz tanitamiz-da. Siz qanaqa tanitsangiz, shunaqa tanib, shunga intiladi u. O'sha rivojlangan mamlakatlaringiz ahvolini ko'ryapmiz. Farzand tarbiyasida 0. 100%. Farzand tarbiyasi qolib, kattalar tarbiyasi ham rasvo bo'lgani uchun farzand ham ko'rmayapti. Hech ularni ivratish joyi yo'q. Bu jihatdan ya'ni. Moddiy olamda texnikalarni o'rganishda ibrat olsa bo'ladigan jihatlar bordir. Lekin insoniy jamiyatni boshqarish borasida ko'ryapmiz ahvolni. Amerikani juda ko'p aholisini qizil pasporti yo'q, bilasizmi? Amerikadan tashqariga chiqmagan. Katta qismidan 50% kamida qizil pasporti yo'q. Amerikadan boshqa joyga chiqmagan. Qarz bor, boshqa bor, o'z bilaman. Unaqa juda hammasi saviyali odamlar emas, odamlar o'ylaganda. Borib gaplashib ko'ring. U yerda taraqqiyotning omillari boshqa u. Bizdagi hozir hamma ilm o'qib bu hokazo qilga intilishi, hamma odamlar ko'p sohani egallashga urinishi bu yaxshiliklar bo'ladi. Lekin qaraka, texnologik startaplar dunyoning eng yaxshi gigantlari Amerikadan chiqadi-ku. Amerikadan chiqariladi deng. Amerikadan chiqariladi. Shunaqa deng. U sotib oladi ular. Yoki o'sha eng aqlli egalarni olib keladi o'ziga. Asosiy u yerda ijodga, fikrga erkinlik sabab. Talant vizasi bor. Iqtidor bo'lsa beradi. Iqtidor vizasi. O'sha imkoniyatni xohlagan davlat qilsa o'shanaqa bo'ladi. Siz ham masalan maktabda shunaqa ilmiy muhit, o'zini so'zini erkin ayta oladigan, o'zini fikrini erkin bildira oladigan, erkin bahs qila oladigan, bahsga imkoniyat berilgan jamiyat qiling o'zingiz maktabingizda. Qobiliyatlar yog'ilib ketadi. Alohida mavzu. Biz bolalardan smartfonni taqiqlashimiz biz Yechilmas. Yechilmas. Vaqtinchalik yechim bo'la olmaydi. Salbiy oqibatlari bor-da. Siz bir narsani taqiqlaganingizda, aytyapman, ichkaridan bo'lish kerak. Tashqaridan taqiq bo'ldimi, uni qaysidir qobiliyatlariga shikast yetkazasiz. Mana notebookdan ishlataversin. Texnologiyadan cheklaganimiz yo'q. Notebook ishlatish mumkin. Biz aytyapmiz. Nima farqi bor? Telefonda vizual o'yinlar borki, uxlayotganda anaqa qila oladi. U birga uxlaydi. Uni masalan tayinlashingiz kerak. Masalan, yotishdan 2 soat, 1 soat oldin telefonni yashil ekranini tashlamasang, miying uxlamaydi. Bo'ying o'smaydi, kalling yaxshilamaydi. Kelon barobar qilsachi, tushuntiramiz va taqiqlamiz. Yo'q. Taqiqqa imkon qadar keyin navbat berish kerak. Oxirgi. Birga emas. Ya'ni ota-ona bu yerda yordam berish kerak ekan. Tushunadigan ota-ona bo'lish kerak, deymi? Mana bunday narsa borda, qani taqiq qachon o'rinli bo'ladi? Bolani hatto zajr bilan qaytarish ham mumkin. Ba'zi bir yomon ishlardan. Masalan, xivishni ko'rsatib, urib olmaysiz-ku. Qilib qo'yishingiz mumkin. Qilib qo'yaman masalan shuni. O'shangacha borishingiz mumkin. Undan oldingi bosqichdan keyin bo'lish kerak. Uni psixologiyasi shuki, bola jazoga o'zini haqli deb bilish kerak. Bola jazoga o'zini haqli deb bilgandan keyin unga taqiq qo'ysangiz, u qattiq ta'sir qilmaydi. Lekin siz oldingi bosqichlarni olib tashlab turib taqiq qo'ysangiz, u uni irodasi, qobiliyatlariga shikast yetkazadi. O'ziga ishonchi yo'qoladi. Chunki uni tanlovini siz chekladingiz. Tushunyapsizmi? Siz u nimadir qilmoqchi edi. Mayli siz uchun yomondir, lekin u uchun o'sha haqiqat edi. U uchun o'sha ko'ngil xushi edi. U uchun o'sha narsa hayot mazmuni edi. Siz uni birdan taqiqladingiz. U undan keyingi hayotni tiklashda endi yana siz ko'zga qarab turadi, o'ylanib. Kerakmi shu? Keyin mana shunaqa qilib, mana ota-onalar o'zini ichidagi irodasini 100% bolada ijro qilaman deydi-da. U bola boshqa inson u. U 100% siz aytgandek bo'lmaydi. Siz aytgandan zo'r bo'ladi lekin. Ammo uning uchun siz har bitta qadamida o'zingizni
narsangizni tiqishtirmasligingiz kerak. Uni o'zini olamiga imkon berishingiz kerak. Mana daraxt o'stirasiz-ku, daraxt o'stirganda siz bir yo'li chopavermaysiz-da uni. Uni parvarish qilib, mahorat bilan bog'bonlik qilasiz uni. Ortiqcha shaxlarni sekin-sekin kesasiz. Biz uyda bir anor bor edi. Anor. Shunaqa zo'r meva qildi. Andijonda. 20 yilcha oldinda. Shunaqa zo'r meva qildi. Endi ham shirin, ham nihoyatda noyob navdan ekanda. Bir qarindoshimiz keldida onarni o'zicha putagan kishi bo'lib, shoxlarini kesib tashlabdi. U katta shoxini kesibdi-da, bog'bon emas-ku, bilmaydi. Qarasa, haligi hamma yo'g'i besunoqay bo'lib yotib ekan, shatir kesib nima qildi? Onarni kesib yubordi. Bir yo'l tagi bilan kesgani yo'q. Katta shoxlardan ham kesdi. Keyin o'sha bo'yi onam qaytib meva qilmadi. Boshqa shoxlar chiqaryapti. Qaytib ravnaq topmadi. Har balo qilib ko'rdik. Uni keyin men bog'bondan so'radim. So'rasam aytdiki, bu kesmaslik kerak bo'lgan shoxlarni kesib qo'yibdi dedi. O'zimni hamtak qilishda qoida bor. Biznikida hamtakchi tog'alar kelib uzib hamtak qilar edi. Opodami muxlislar bor. O'shalar kelganda biz o'rganganmiz. O'zimni qanday hamtak qiladi desak, o'zimni hamtak qilishda masalan shoxlarni tanlab kesish kerak. Xohlaganingiz kesadigan bo'lsangiz, u meva qilmaydi u. Bolaning taqiqi shoxni kesish hisoblanadi. Uni siz kesishdan oldin, siz unga masalan taqiqdan oldin siz unga tushuntirishingiz kerak, o'rgatishingiz kerak, muhlat berishingiz kerak, anglashiga siz o'zingiz masalan bitta haqiqatni anglagan uchun necha yosh umringiz o'tib ketgan, necha yillar katta bo'lib bilgansiz. Ungacha jirlab yurgansiz, dadam noto'g'ri qilgan, ayam noto'g'ri gapirgan deb yurgansiz. Bir 15 yildan keyin, dadam ham to'g'ri qilgan ekan, ayam ham to'g'ri qilgan ekan deyapsiz-ku. O'zi 15 yilda o'zi tushunyapsiz-ku. U yosh bolada sizni bitta gapingizni bitta tushunib olish kerak endi. U tushunish kerak, anglash kerak, hazm qilib, singdirib, nafas rostlab, unga muhlat berish kerak. Mana bundan keyin ham siz bilasiz uni, sezasiz. Undan keyin ham siz ogohlantirganingiz, tushuntirganingizdan keyin ham o'sha nojoiz, noshoista ish qilyapsa, ana endi siz taqiqni ogohlantirib qilishingiz kerak. Agar shunday qilmasang, unda taqiqlaymiz. Uni ham ogohlantirasiz. 2-3 martadan keyin endi mana siz aniq qo'yasiz. Mo'ljal qo'yasiz. Qaytib yana bir marta shunaqa bo'lsa, mana 2 marta muhlat berdi. 2 marta kechirdik. 3-chisidan keyin yo'q. Endi murosa yo'q. Desiz, o'shanda siz qo'ldan olib qo'ying-da, u tamom o'zini malomat qiladi. Lekin endi sizda xafa bo'lmaydi. U nafsizga o'zi kuchimga yetmayotgan paytda siz unga yordam bergan bo'lasiz. Ammo boshdan taqiq tushuntirmasdan, gaplashmasdan qo'yilgan taqiq bu irodani bukadi. Men mana jamiyatda ko'p taqiq ko'raman men o'zimiz, oiladan boshlab. Maktabdan tortib, institutda ham hatto taqiqlar. Undan yuqorida ham taqiq ko'p. Odob boshqa narsa, taqiq boshqa narsa. Bu degani beodob, nima qilsa bo'laveradigan noshud bola bo'lsin, odam bo'lsin degani emas. Lekin taqiqlar u kerakli narsalarga taqiqlar bor. Taqiq hojati yo'q narsalarda taqiqlar bor. Moddiyatni aziz qilgandan ma'naviyatga taqiqlar bor. Insonni aqliyatiga taqiqlar bor, moddiyat uchun. Misollar aytib beraymi? Masalan, oddiy misol, uyda devorni ushama deydi. Devorga chizma deydi. Chizma. Ushama, tegma, kir qilding deyaveradi. Bola bechora yoqqa borsa ham mumkin emas, bu yoqqa borsa ham mumkin emas, uni tushsa ham mumkin emas. Gapirsa yana, noto'g'ri gapirding. Uningni o'chir, ovozingni o'chir. Nima qilsa taqiqda, keyin bo'y o'sgandan keyin sen odam bo'lmading deydi. Shu bola agar aqli bo'lsa, xo'jayin odam bo'lishga qo'ymadingiz-ku, deyish kerak o'zi asli. Nima qilayotganini bilmaydi. Shu bolaga o'xshab-a? Yo'q, ana mana masala bor-da. Bu keladi ota-onalar. Ba'zida ko'p emas, asosiy emas. Ba'zi ota-onalar keladi. Bolam hech bir qobiliyatini bilmayman deydi. Hech bir qobiliyati yo'q. O'zi sindirib, so'ndirib tashlagan bola. Bola bilan gaplashishda nimaga qiziqishing bor desa, hech narsa qiziqmayman, mana shunaqada, ya'ni uni qilib ko'rganmisan? Yo'q. Buni qilib ko'rganmisan? Yo'q. Endi qiziqayotgan paytda ruxsat bo'lmagan. Endi olib bormagan. Xuddi shunaqa bo'ladi. O'sha mana 16 yoshdan keyin 17 yoshda biznikilar o'zi mana biz ko'p odam oilada bola odamni
20 ga kirgandan keyin ham bolani odam o'rnida ko'rmaydiganlar ko'p. 3 yoshdan keyin u meni paydo bo'lgandan keyin odam u. 3 yoshda insonni meni paydo bo'ladi. U odam u. Undan keyin uni xohishlarini, irodalarini, fikrlarini eshitish kerak. Inobatga olish kerak. Nimaga qiziqyapti, nimaga qarab ketyapti. Keyin bizning ota-onalarda nima bor? Bu ham savodsizlikdan-da. Mana bolada bir nojo'ya harakatni ko'rsa, endi mana bolam betarbiya bo'lib kelajakda men boshimga balo keltiradi deb turib bir yo'li ko'mib tashlaydi. Yovvoyi daraxt chiqadi-yu, yovvoyi daraxt chiqadi. Urug'idan chiqadi. Keyin bobo unga hayvand qilib, keyin uni sermahsul daraxtga aylantiradi. Shu yovvoyi chiqqan daraxtni nimaga olib qolmaydi desa, uni juda haligi behuda shaq ko'p bo'ladi. Tarbiya ko'rmaganda u. Ana u meva berib tarbiya topgandan ulaydi, keyin yaxshi bo'ladi-yu. Bolani ba'zi bir noto'g'ri qilg'ilari, nafsoniyat va hokazolari u tabiiy narsa u, sekin to'g'rilanadi u. Keyin bolaning xohishlari o'zgaradi. Bolangiz boshida milisa bo'laman deydi, pajarnik bo'laman deydi, uchuvchi bo'laman deydi, keyin suzuvchi bo'ladi. Undan keyin savdogar bo'lib ko'radi. Undan keyin bosh vazir bo'lib, keyin podsho prezident ham bo'lib ko'radi. Bo'laversin. Bo'laman dedimi? Bo'laman desa, yo sen masalan pajarnik bo'lmaysan sen. Demang, juda yaxshi. Qani endi o'z bitta orzuyim shu bitta farzandim pajarnik bo'lsa, qanday xalqqa xizmat. Juda oliyjanob, tanlovingga barakalla deyish kerak. Siz istamaysiz pajarnik bo'lishini, mumkin. Shuni deyish kerak. U nima uchun pajarnik bo'laman degan savolni o'rtaga qo'yasiz keyin. Qo'ysangiz, u nimadir ko'rib shu pajarnikni ideal deb bilgan u. Shunaqa. Siz endi uni pajarnik bo'lmaysan demaysiz, unga siz idealni o'zgartirib berasiz. Bo'ldi. Boshqacha odamlar bilan tanishtirib, ko'rsatib. Ha, siz unga hayotni boshqa tomonlarini tanishtirsangiz, u endi o'sha tomon bu yerda undan chiroyli bog' bor ekan-ku, deydi u. Bola nima uchun shunaqa deyapti? Nima uchun shu tanlovni qildi degan savolni bersangiz, siz o'zingiz tanitgan bo'lasiz yoki siz qo'yib bergan joyda tanigan bo'ladi o'sha narsani. Bo'ldi, tanib bo'pti uni. Uni siz qaytarmang. Endi siz uni o'zgartirmoqchimisiz? Unga boshqa olamni ko'rsating. Boshqa pog'onani ko'rsating, o'zi o'zgaradi u. Bittasi kelibdi. Qoraka farzand tarbiyasida juda tashvish bo'ldi. Xo'sh, nima bo'ldi? Desam, bolam yolg'on gapiryapti. O'g'lim yolg'on gapiryapti. Necha yosh desam, 4 yosh deydi. 4 yosh bola rost bilan yolg'onni farqiga boradi ekan. U yolg'on gapirganda voy deb kulgansiz. Bao degansiz. Bu yolg'on zo'r narsa ekan deb o'ylagan. 4 yoshar bola rost bilan yolg'onni farqiga bormaydi u. 5-6 yoshgacha, 7 yoshgacha bola yolg'on gapirib qo'yadi. Ba'zi ishlarda yashiradi va hokazolar qiladi. Shunda sen yashirding, yolg'on gapirding deb sindirib qo'yishadi. Unaqa qilinmaydi. G'azablanib ketasizda, bolalar psixologiyasi bor, o'zi asli o'qish kerak. Bolaning psixologiyasi boshqa bo'ladi. Bu kattalardagi katta nafsi yo'q. O'zingizga qiyoslamang u. U sizni xohishlaringiz, sizni nafsingizda nima yo'q unda, o'lchov yo'q. Uniki boshqa u. Uniki unaqa jinoyat emas, uni qilayotgan ishlarining ortida unaqa katta jinoyat yo'q. Siznikida bor. U katta odam o'zini hissini bolada takror deb o'ylaydi-da, unaqa emas. U bolaniki hali uni hissi boshqa uni. Men buni yoshlikda ko'p tajribada o'zimda ham ko'rganman. Endi bu gapni eshitgan kishilar ranjimaydi deb o'ylayman. Men bola shu 15 yoshar, 14 yoshar paytimizmi, 13 yosharmi, 15 yoshar, o'smir paytimizda bir kishi menga tanbeh bergan. Qattiq tanbeh bergan. Nimaga aytganimni qilmadingiz deb qattiq tanbeh berib, o'sha vaqtda biz endi taniqli oiladan chiqqanmiz. Ko'pchilik e'tibor qilib hurmat qilgan shaharda muqtado bo'lgan oiladan chiqqanmiz. Yosh qori bo'lganimiz uchun odamlar og'ziga tushgan paytimizda. Lekin biz o'shani his qilmagan ekanmiz o'sha vaqtda. Shunda menga tanbeh berayotgan kishi aytdiki, "Ha, o'zingizcha siz odamlar qori desa, o'zingizdan ketib eshityapsizmi?" degan. Deganda menga yangilik gap bo'lgan bu. Men keyin ham o'zim tahlil qilganman-da buni. Menda shunaqa narsa o'tganmi, o'tmaganmi? Keyin yoshimiz ulg'ayib, o shuhratning mazasini totganda keyin bilganman.
odamlar gapirsa maqtasa u qilishni o'sha odam kattalardagi hisni keyin katta bo'lganda bilasiz. Katta bo'lganda bilganda keyin o'ylaganmanki, ha, menga tanbeh bergan kishi o'zining hissidan kelib chiqib gapirgan ekan. Sizni hissingiz boshqa bo'lishi mumkin. Yolg'onni ortida sizni hissingiz boshqa bo'lishi mumkin. Yashirishni ortida sizni hissingiz boshqa bo'lishi mumkin, bolaniki boshqa bo'ladi. O'shuning uchun bolaning mana shu yolg'on gapirib ba'zi bir bevoshliklar qilishida uning ortida nima bor? Nima his bor? Nima tafakkur bor? Mana shunga e'tibor berish kerak. Shunda yechim o'zingizda bo'ladi ko'proq. Biz o'zimiz taqillagan, o'zimiz noto'g'ri munosabatlarimizdan kelib chiqadi. Xullas, mana shu bolani aytaylik, ma'lum bir yoshda bevoshlik qilib va hokazo qilsa, darrov kulfat yasamaslik kerak. Masalan aytaylik, mana odamlarda bo'ladi-yu, sal qo'l olib qo'ysa, vahima qilib, ukol olib, yotib olib, to'palan qutashaydi. To'tachi buni nimaga og'ridi bu soppa-soq qo'l? Hech shu vaqtgacha boshim og'rimagan. Yoki mana doim meni oshqozon hazmim yaxshi bo'lgan. Nimaga hozir oshqozonim pristib berib qoldi yoki nega qayt qilyapman? Deyishingiz kerak. Patir-putir dori qilib, qilmasdan. Tabii shunda qilinadi-ku o'zi. Shunda siz nima qilasiz? Birinchi bo'lib sababini o'rganasiz. Nima yoqmagan narsa yeb qo'ydim deysiz. To'g'rimi? Oshqozonga dori qilishdan oldin doktorga borsangiz, nima yedingiz oxirgi 5 soatda deydi. Ko'pincha vaziyatdan bo'ladi-da bolani o'zini tutishi. Mana shu bolani shu holati sabablari o'rganilishi kerak. Keyin o'tkinchi holatlarga har bittasiga reaksiya bildirib bo'lmaydi. Har bitta narsaga reaksiya bildirish ham yaxshi emas. Masalan, aytaylik, yashirin bo'ldi. Odam bo'lib oladi bola gohida. Siz ishga olib chiqib, tortib olib chiqib o'tirgizib, ba'zi ayblarni bilmaganga olib qo'yish kerak. Ba'zi ayb ish O'tib ketadi o'zi. O'tib ketadi, indamaslik kerak. Sal keyin boshqa vaqtda ishora qilib qo'yasiz. Haligi chiroyli uslubda. Lekin nima emas. Tanbeh ma'nosida emas. Keyin mana bolaga gapirganda mana o'quvchilarga gapirayotganda ham mana siz tajribalarda mana bola ayb qilgan, siz shunga gapirmasdan bunisiga gapirishingiz kerak bo'lsa. Menga gapirilyapti deb bilmaslik kerak. Inson tabiatida shunaqa narsa borki, siz meni qarada deyishingiz bilan shunday blokni qo'yadi, qoladi. Bola eshitmaydi-ki. Chunki u sizni dushman pamladi. Sizga siz tajovuzda ko'ryapti-da u. O'zini himoya qilishga o'tadi miya. Imkon qadar qabul qilgisi kelmaydi. Ammo siz bu tomonga qarab gapiring, haligi qizim senga gapiryapman, keldim sen eshit qilib. Mana shuni yaxshi, mana shundoq bo'lish kerak. Mana bundoq qilmaslik kerak deng. Unga umuman qaramang-da. O'zi qanaqa qilib yeb hazm qilganini bilmay qoladi. Insonning gohida aybini yuziga aytish unga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keyin mana o'smir yoshdagi ruhiy holatlar, qiziqishlardagi sarosima ba'zi bir u qalqishlar bor-ku, bu o'tib ketadigan narsa. Uni har bittasiga to'xtalib, har bittasiga reaksiya bersangiz, buzib qo'yasiz. Sal ozgina ko'rmay tursangiz o'tib ketadi o'zi. Haligi sal sanchiq bo'lsa, indamay tursangiz o'zi yaxshilab qoladi-ku. Unga darrov dori ichsangiz, ikkinchi joyda kasal qilasiz. Qo'yib bering, o'zi jism o'zi to'g'rilab oladi. Mana shunaqa taqiqlarni har narsaga qilmaslik kerak. Men sizga aytdim, taqiq deyotganim, mana bizda taqiq ko'pligi, mehmon kelsa kirma, mehmonga olib qo'yilgan yema. Mana shunaqa narsalarchi bolani tabiatiga noto'g'ri ta'sir qiladi. Alohida mavzu. Taqiqlarga ba'zi bir misollar deysiz-ku. Misol uchun, mana farzandingiz qush boqgisi kelib qoladi. Mushuk boqgisi keladi. Nimagadir mehr ko'rsatgisi keladi-da, tabiat Xudo bergan qobiliyat bu. Siz nima qilasiz? Qo'y, nima qilasan qo'yib qush boqib. Palonchi kaptar purush. Va shunga o'xshaysanmi sen ham endi deysizda, noto'g'ri u. Qush boqgisi kelsa, qanaqa qush deyish kerak? Desiz, endi deb o'ylanib qoladi o'zi. Hali uncha qarorga ham kelmagan bo'ladi. Keting qush bozorga deng. O'sha yerda keyin siz ma'qul qushni tanlab bersangiz bo'ladi. Mana bu desa, u bo'lmaydi. Gohida borib qushchi bilan gaplashasizda, meni qarang, hozir men aytsam, noto'g'ri qabul qiladi. Mana bu to'tini va shunga o'tkazib yuboring.
to'tiga to'tini maqtab bering shunga deysiz. Keyin siz tanla deysiz. Deysiz tanlasa sotuvchi keyin ukam bu bo'lmaydi, bu seni qiynab qo'yadi. Mana bu to'tini ol deydi. Undan zo'r deydi. Ketib oladi uni. Taqiqmaslik kerak. Boqqisi kelyaptimi, boqsin. Chegaralash mumkin, tartibga solish. O'shuning uchun men taqiq bo'lmasin deganim, u hech narsa qilmasdan tashlab bering degani emas. Yana ham to'g'ri ibora, taqiq emas, tartib kerak. Montessori chegaralangan tanlov deydi mana shuni. Ya'ni bolam nonushtaga nima yeyish hal qil, lekin mana ro'yxat. Masalan, kiyim masalasi. Mana forma masalasini men endi kattalar ko'pchilik nima deydi bilmadim, lekin men o'zim bir psixologdan eshitganman. Bolangizga kiyimni siz tanlamang degan. Men 5 yoshdan tortib shunaqa qilmayman bolalarga, kiyim tanlamayman. O'zida did rivojlanadi, tanlov rivojlanadi. Safardan olsam olib kelaman. Endi safarda u yonimda bo'lmasa. Bu yerda do'konga olib chiqsam tanla deyman. Keyin tanlaydi, haligi yiltiroq yomonini tanlaydi. Aniq u. Bilmaydi-ku, tajribasi yo'q. Keyin tanlasa yaxshi bu seni terlatadi bu. Sifatliroq narsa tanla, qimmatroq bo'lsa ham mayli deb qo'yasiz. Misol uchun. Deysiz, u biladiki taqiq siz uchun bo'layotganini biladi. Qimmatroq bo'lsa ham mayli degan gapingiz unga juda xush yoqadi. U biladiki sizni uni manfaati uchun siz taklif berayotganingizni darrov his qiladi. Ketdi. Siz o'zingizga ma'qulini topguncha bo'lmadi deb turaverasiz, bo'ladi. Ammo mana uni kiy demang. Tushundingizmi? O'zingiz tanlaysizda, ol mashina kiy. Jon, senga bekat olib bergandan keyin biroq rahmat desang bo'lmaydi buni o'rniga. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Yaxshi noto'g'ri u. Tanla. Yoqadigani bo'lsin. Ammo manfaatlisi bo'lsin. Mana bu bo'lmaydi, bu birpasda yirtilib ketadi bu. Misol uchun, ha? Senga yarashmadi. Sening yoshingga sal yosh bola bo'lib qolding. Misol uchun. Siz yo'nalish berasiz, lekin o'zi tanlaydi. O'sha bahonasida u meni aytdingiz. 100% bola u siz tanlab bering deyishgacha borishi mumkin. O'shunda ham unamaysiz. Yo'q, o'zing tanlaysan deysiz. Bir kuni Muhammad Sodiqqa maktabga borishda nimadir masala bo'ldi-da, shun fanlarni repetitor qilmaslik va hokazo masalasida unga kimdir aql o'rgatibdiki, repetitor bilan shug'ullansangiz, yaxshi shug'ullanardingiz, debdi. Maktabga bormasdan. Desa, u aqlli gap, zo'r gap, ha? O'zi uyda qolgisi kelyapti asli. Keyin men aytdimki, maktabda, "Xo'p, nima ingliz tilini repetitorda o'rgansam, yaxshi. Maktabda faqat ingliz tili o'qitiladimi?" desam, "Yo'q, boshqa fanlar ham bor." Yana qaysi fanlar bor? Desam, 8 tami 6 tami fan sanadi. Xo'p, 8 ta repetitor kelib ketish kerakmi oldinga shunda? Ana fanlar kerak emas deb o'ylayapsanmi? Yo'q, kerak emas, lekin kerak bo'ladi. Mana bu uchun kerak bo'ladi. Endi oldingda tanlov bor. Uyda o'tirasan, 8 ta odam kelib dars beradi. Yoki 8 ta markazga borasan. Ikkinchisi bitta joyga borasan, 8 og'iz kelib dars beradi. Bu maktab bo'ladi. Tanla. O'zi tanladi 3 kundan keyin. Maktabga boraman dedi, bo'ldi. Ammo menga qara, jinni bor maktabga. Deysiz, bo'lmaydi-da u. Demak, xuddi majburlashib qo'yapti-da. Demak, o'zi biz nima bolani majburlaymiz? Biz bolaga aytganimizdek, bolaga yaxshi bo'lsin deb majburlaymiz. Bunga yaxshilik o'ylab va biz qo'yayotgan cheklovlar asli u hayotni cheklovi-da. Ya'ni sodda qilib aytganda, men bolamga, "Mana o'yinchog'ini olib bering" deganda, "Yo'q, olib bermayman" deb taqiqlagandan ko'ra, cho'mchagimizda ortiqcha 5 ming so'mimizni olib, "Mana 5 ming, bor ol." Mana mana shu pulim, meni ortiqcha pulim bor. Men do'konchini o'zing ko'ndir desak, do'konchiga boradi u, men cheklov qo'ymayman, hayot cheklov qo'yapti unga. Shuna qilsa ham bo'ladi. Do'konchiga boryapti 5 ming, ukam bunga buni berib olmayman, men buni berishim mumkin deyapti. Ya'ni men taqiq qo'ymadim, lekin men hayotdagi cheklovimni ko'rsatdim. Ya'ni cho'mchagimdagi ortiqcha pulimni, imkoniyatimni ko'rsatdim, oqibatlarni ko'rsatdim-da, yoki bugun shuni yo'q. Bugun kechki ovqat yo'q. Ya'ni nimaga aytsa, ertaga pul yig'ib o'yinchog'ingni olishimiz kerak. Mana shunga o'xshagan, ya'ni hayot cheklovda o'zi, ya'ni men emas cheklov, men yomon emasman. Bo'ladi, bu lekin bolani sal tanglik olib keladi bu. Bola noqulaylik his qiladi. Ya'ni hayotda sevgi katta bo'lmaydi. Hayotda norozi katta bo'ladi unda.
Chunki unga hayot taqiq qo'yapti baribir. Hayot ham taqiq qo'ymasin. U manfaati taqiq qo'ysin bo'ladi. Ya'ni u o'shani qilsa, o'zi nimadandir quruq qoladi. O'zini manfaati taqiq qo'ysa inson hech ko'nadi. Chunki insonni Alloh manfaat parast qilib yaratgan. U dunyoda yashashi uchun, obod qilish uchun shu xususiyat unga berilgan. Manfaat parast bo'ladi. Bolalikda ayniqsa manfaat parast bo'ladi. Shu manfaat parastligi bilan u ko'p narsani uddalaydi. Buni tarbiyasini qilsa zo'r narsa u. O'sha manfaat parast bo'lgani uchun yaxshi osh qilib olib chiqib osh sotadi. Dunyo oshi bilan obod. Ammo u tarbiyalanadi. Manfaat parastmi u? Unga taqiq manfaatdan kelib chiqish kerak. O'zingga qulay shu deng bo'ldi. Senga shu yaxshi bo'ladi. Mana bunda bola o'zi uchun qilayotgan taqiqni tanglik sezmaydi. Bir xil forma bolalarga ham bir xil ko'ylak, bir xil ishton qilib majburlamaslik kerak. Maktabda forma yo'q bizda. Shunga hayron bo'laman men. Masalan, Yaponiyada 6-sinfgacha forma yo'q ekan. Erkin ekan. 6-sinfdan keyingi ikkinchi bosqichda forma bor ekan. Nega unaqa bilmadim. Lekin menga qolsa o'shundan ham forma kerak emas. Forma emas, masalan, shaxsiy fikrim, forma emas, talab bo'lish kerak. Juda ham makada kelma, shortida. Chegaralarda, ha, shortida kelma. Baraka topib, hech bo'lmasa bozorga tushadigan narsa bo'lsin. Mana yengi bo'lsin, qo'ltig'ing ko'rinmasin. Noqulay bo'ladi deydi. Hamma namasan-ku, ha? Deyish kerak. Bo'ldi. Mana shu ko'k ko'ylak kiyadimi, oq ko'ylak kiyadimi, sariq kastim kiyadimi, o'zining ishi. Endi shuni juda beo'xshovlarni kiygan paytda bu jamiyat shunaqa narsaki, aslida onglarni boshqarsangiz, jamiyat odoblar bilan jamiyatni qonunlardan boshqarsa bo'ladi. Mana qonunlarning juda ko'p taqiq tabiatida-da. Jamiyatni boshqarishda qonunchilikda bor o'zi. Urf bilan boshqarish bor, biz til bilan aytganda. Keyin qonun bilan boshqarish bor. Shu juda ko'p insoniyat oldinda qonun bilan emas, urf bilan boshqarilgan. Ko'p jamiyatlar. Endi ba'zan aniqlikka, ba'zan haligi qat'iyroq choralar uchun keyin qonun ishlaydi. Lekin katta-yu kichik narsaga qonun qo'yib olish bu tanglik bu. Uni urf bilan boshqarsangiz bo'ladi. Misol uchun, maktabda siz shunday bir muhit, shunday bir tafakkur yaratasizki, hamma chiroyli o'zi yarashiqli kiyib kiyadigan bo'ladi. Keyin bittasi qizil ishton kiyib keladi, misol uchun sariq ko'ylak. Bunday qarasa, polaponga o'xshab ajrab qoldi hammadan. O'zi sekin to'g'rilanadi. Kiyma demas, shunga ham kiyma demas. Bunday qarab, yaxshi hamma mana qara chiroyli kiyim kiyinib. Seniki boshqacha ekanmi deb qo'yasiz misol uchun. Bo'ldi. U qaytib o'sha mavzuni ochmasligingiz ham mumkin. U 3-4 kundan keyin o'zi sekin kiyimni boshqasini kiyib kelishi mumkin. Ya'ni mana shunaqa uslub bo'lish kerak farzand tarbiyasida. Men hali mahallani gapirayotgandim. Bolaga taqiq qo'yish masalasida mana tanlovlarini hurmat qilmaslik bitta taqiq bo'lsa, keyin xavfdan qaytarishdagi taqiq ham bu ham ya'ni bir tartibli bo'lish kerak, zaruratda bo'lish kerak. Bo'lmasam boshqacha uslub qilish kerak. Bir kuni men mashinada kelyapman. Kichikroq ko'cham mahalladan chiqib kelyapman, katta yo'lga qo'shiladigan yo'lda piyodalar yo'lakchasi bor ekan. Piyodalar yo'lakchasida svetofor qo'yib qo'yilgan. Svetofor bilan tartibga solingan. Shu bir bog'cha bolasi 4tami, 3ta bolani qo'lida ushlab olgan kichkinasini. Kattaroqlarni oldiga solib olgan 5-4tasini. O'sha piyodalar yo'lakchasidan o'tmoqchi. Qizil chiroq yondi mashinaga, bizga men ham qizil chiroqda to'xtadim. Hamma to'xtadi, ikki tomon to'xtadi. Keyin mana yashil bo'ldi, yuramiz deydi. Qo'lida 2-3 ta bola o'sha opaxon bilan birga ketyapti endi uni qo'lida. Ana 3-4 ta o'zi mustaqil bir-birini qo'lini ushlab ketayotganlar bor-ku. Shular yurishni boshladi. Yo'l nari betga o'tish uchun. Choqqulab ketadi-yu bola. Yugurib boshlasa, bosh opasi to'xta deb bitta baqirdi, qarang. Shu Ali bola to'xta yiqilasan deb baqirdi. Ali bola ikkitasi oldiga, ikkitasi orqaga bo'lib sarosima bo'ldi. Yiqilasan, katta yo'l bu, mashinalar bor. To'xta qilib Alilarni
urib so'kib olib o'tdi keyin. Bolalar sarosimaga tushdi. Men aytdimki, shundan yiqilgani yaxshi edi shu bolalar. Mana shu taqiqni, mana shu baqirig'ini eshitgandan ko'ra yiqilgani yaxshi edi. Yiqilsa nima bo'ladi? Asfalt, tekis asfalt. Ustini qoqadi, Tashlanadi, turadi, ketadi. Endi bundan keyin u tashabbus qilaman desa, doim haligi taqiq uni taqib qoladi. Kimdir baqirsa achadi. O'zini o'zi cheklaydi. Bo'ldi. Kreativlik, yangi g'oyalar. Yangi g'oya bermaydi endi. Undan yangi g'oya, yangi fikrlar chiqishi qiyin endi. Mana shunaqadan 5-6 ta bo'lsa hayotida, ancha-munchaga qaytib uyg'onmaydi u. Endi faraz qiling, xuddi shunaqa tarbiya bog'cha opanikiga qarang. Agar shu bolalar shu bog'cha opaniga qo'ygan bo'lsa, kuni Xudo endi ularga sabr bersin. Bitta yo'ldan o'tguncha shuncha ularni sindirib bo'ldi. O 8 soat bog'chada o'tirib nima qiladi buni endi? Aynan mana shu qiminlamay jim o'tirib bog'chapon aytganidan chiziqdan chiqmaslikni tarbiya deb ko'riladi bizda. Televizor ko'rib o'tirsa, Ha, shu jim o'tirsa bola tarbiyali, odobli deb tushuniladi bizda. Mana shu ham noto'g'ri gap. Mana bir yoqqa masalan kirganda yangilikka intilayotgan, boshqa qilayotgan bolalarni to'palanchisan, betartib deb tanbeh berasizda. Hali hech narsa qo'ldan kelmagan shumshagan bolani, voy asal bolam, odobli bolam deysiz. Keyin ana qobiliyati bor ham sekin yumshab shu suvga tushgan mushuk bo'ladi qoladi. Yo'q, uni Alloh insoniyatni xilma-xil yaratadi. O'sha xilma-xillik ro'yobga chiqishiga qo'yib berish kerak. O'shuning uchun bizning dinimizda taqiq kam, yo'q taqiq deyapti. Tartib bor. Yeyish xohishi bormi? Halolni yesin. So'zlash xohishi bormi? To'g'ri gap gapirsin, yolg'on gapirmasin. Birovni g'iybat qilmasin, bo'xton qilmasin. Yaxshi gap gapirsin. Eshitish xohishi bor. Halol narsa, to'g'ri gap eshitsin. Nafsini buzmaydigan narsa eshitsin. Qarang. Bir ehtiyoj borki, mashina chidab yurasan degan narsa yo'q ham. Yo'q. Jinsiy mayli bormi? Nikoh bilan yashasin. Pul topmoqchimi? Halol topsin. Qani taqiq, yo'q taqiq. Tajovuzdan qaytarish bor. Birovning chegarasiga o'tayotganda yo to'xta deydi. Ammo insonning xohishi hech qanaqa taqiqlanmagan. Insonning o'ziga zarar bo'lgan tajovuz qaytariladi. Mana shunga o'xshash taqiqlar keyin ham davom etadi-da. Ishxonaga borishsa ham ko'p ishxonalarda tartib taqiq ustiga qurilgan. Ijod, yangilik yaratish samaraga emas. Oddiy misol, yo'qlama. Yo'qlamaga majburlaydi. Keldingmi? O'tdi. Qaytdingmi? Lekin nima oldi, nima bilim oldi, nima biz jamiyatga nima taqdim qila oladi? Uni kim ishlaydi uni? samaradorlik bo'yicha. Samaradorlik bo'yicha. Uni o'rniga samaradorlikni shunday talab qilishingiz kerakki, u vaqtini o'zi tartibga solish kerak. Siz masalan bog'bonga iyul ishi tinmasdan soat 15 soat ishlaysan, demang. Aytingki, menga 10 tonna olma yetkazib berasan deng, bo'ldi. Nima qiladi o'zi biladi. Uxlamay chiqadimi? Ha? Yo uxlab yotib qiladimi, qilaversin. Bizga samarasi muhimku uni. Mana shunda ijod bo'ladi. Oddiy fikrlarga taqiq bor, mana bolalarga fikrlarga taqiq qo'yasan. Ota-onalarda shunaqa bir tabiat borki, insonda hukmronlik shahvati bor. Ya'ni birovga gapini o'tkazish, birovni boshqarishga bo'lgan intilish bor. Bu ham Alloh bergan qobiliyat o'zi asli. Ammo buni ilm bilan tarbiya qilinmasa, bu yomon narsa. Bu yomon, ikkinchi tomonni sindiradi. Ota-onalar farzandini tarbiyasi qulay bo'lishi uchun unga, uni boshqarish qulay bo'lishi uchun uni irodalarini bukadi. Boshqarish qulayda. Fikrlarini sindirasiz, xohishlarini sindirasizda, hali laylayni kesganda ham yo'g'ini kesib, keyin nima qilasiz? Uni qolipga solasizda, Chizig'ingizdan chiqmaydi. Chizig'ingizdan chiqmaydi. Lekin katta bo'lgandan keyin ham shu chizig'ida qolib ketadi-ki. Qachon qarasa siz og'zingizga qarab o'tiradi-ki.
Shunaqa 25 ga kirgan bolalar ham hayotini yo'lini topolmayapti-da. Bola mana farzand nimaga desa shu farzand tarbiyasida ota-onalarchi o'sha bolani ijod qilishga qo'ymaydi. O'zini ichida irodasi bor-ku, ilmli odam, bilimli, taqvoli odam mumkin irodasi ancha to'g'ri bo'ladi. O'shanda ham 100% o'zingiznikini unga siz o'tkazaman demasligingiz kerak. Mumkin unda sizda yo'q katta qobiliyatlar bor, u chiqmay qoladi unda. Uni men o'zim ilmli, taqvodor, zo'r bo'lsam ham farzandim men o'zim aytgandek qolibdi, xuddi meni ko'pi ham bo'lishini istashim noto'g'ri. U chunki mendan yaxshi narsa bo'lishi mumkin-da u. Men o'zimdan maza qilaman. O'zimga bahoyim bor deylik. Mendaqa bo'lib olsin demoqchiman. Balki mendan yaxshi bo'lar, nima qilaman uni taqlab. Men uni irodasiga taqib qo'ymasligim kerak. Kasb tanlashda bo'ladimi, fikr bildirishda bo'ladimi? Mana fikr bildirishda ish boshqarishda ham hukmronlik shahvati bor u. Ota-onada ham bor, bolaga nisbatan. Qaynota qaynonanikini qo'ya olasiz endi. Kelinga nisbatan. Qaynni kelin o'rtasidagi mojarolar bor, shuni ortida endi qaysi darajada hukmronlik shahvati ham bo'ladi. Mana shu farzand tarbiyasida ham hukmronlik shahvati bo'ladi. Nimaga deng? Bolamga yaxshilik qilman deb o'ylab, asli o'zini xohlagan narsasini o'tkazayotgandek bo'ladi. Mana yaxshilik qilmoqchi bo'lib aytdi. To'g'ri. Lekin bola uni rad qildi. Rad qilsa, bolaga yaxshilik bo'lmayotganidan emas, gap qaytgandan g'azablanadi. Gap qaytgandan. Mana shunaqa otalarni ko'rganman lekin. Bor. Ya'ni bolasi boshqa narsaga qiziqadi, lekin o'zi bo'la olmagan narsani bo'ldirishga harakat qiladi. Noto'g'ri. Men masjidda cho'qqiga chiqaman, bolam chiqish kerak deb turib, lekin u boshqa narsa uchun yaratilgan bo'lishi mumkin. O'shuning uchun uni o'zini o'sishiga qo'yish kerak. Masjidda bitta otani tanirdim-da men. Ancha bo'ldi. 13 yil bo'libdi taniganimga. Dorixonachi o'zi. Katta o'g'li poydan ketdi. Ishini davom ettirib, hozir katta qilib tashadi. 10-15 ta filial ochib tashadi. Kichkina o'g'li qo'shiqchi bo'laman turib oldi-da. Keyin men gaplashardim u payt, o'g'illarni ham, o'zlarini ham qo'shiqchi bo'laman deb kichkinasi. Bo'lsin deganlar. Bo'lsin, qani deb turib, anaqa repetitor topib berdilar, konservatoriyaga gaplashib berdilar. O'qisanmi, kirasanmi? Ha, mana akang bu yo'lni tanladi, sen bu yo'lni tanla. Men bilan homiyim bo'laman dedilar. O'qitdilar, boshqa bo'ldi. Keyin mana 10 yil o'tib gaplashsam, akasiga qarashyapti. Adasini ishini davom ettiradi. Ha, nima bo'ldi desam, tayinli narsa turganda betayin narsaga nima qilaman deyapti-da. Ya'ni o'zi tanlabdi oxiri. Endi u ishlaydi u. Ha, endi u davom ettiramiz, kattalashtiramiz otam ishini deyapti-da. Bolani ana shunday irodasiga taqib qo'ymaslik kerak. Fikrlariga. O'zi ya'ni hattoki vaqtinchalik u narsani noto'g'riligini biladi ota. Bola lekin hali bilmadi. U yo'lga borib o'zi tushunadi, ya'ni tushungandan keyin baba qaytadi. Uni masalan siz nima uchun mana u yo'l tanlagansiz? Sizni tanlovlaringiz asoslari bor-ku. Xuddi asoslarni unga ham ko'chirsiz, u ham o'ttish fikriga kelishi mumkin-da. Xuddi shunaqa bo'ladi. Ko'p kutmabdi. 12 yoshda bo'laman degan bo'lsa, 6 yil, 18 yoshda bo'ldi. Bu yoqqa ketaman degan. 6 yilgina ota sabr qilib bergan. Ha, masalan, qimorga qiziqishi mumkin bola. Mumkin. Siz maylini o'ynab turaversin deyishingiz noto'g'ri-da u. Siz aytasizki, bu nojoiz narsa, birovning haqqi bo'lib qoladi. Sening birovning haqqi kerakmi? Halol kasb turgan, imkon oyoq qo'ling soppa-sog' bo'lsa, misol uchun. Soppa-sog' bo'lmaganda ham birovning haqqini yeb nima qilasan sen? Baraka topaman deb o'ylaysan. Bu birovning haqqi bo'ladi. Uni o'rniga halol kasb qil. Qaysi kasb qilsang, foydali, jamiyatga ham foydali bo'ladi. Bir narsa qil foydali deb tushuntirasiz. Asla tushuntirasiz. Keyin ikkinchisi, mana shunaqa qimordan yutkazib qo'yib, o'zini osib, uyini sotib, har balo bo'lganlardan misol keltirasiz. Shulardan biri bo'lib qolishdan qo'ymaysan, masalan. Va hokazo uni mana shu ishdan qaytarish uchun siz tarbiyaviy jihatlarda ishga solasiz. U bo'ladi. Unda bunday amaliga qilma deb taqiqdan ko'ra tushuntirish bilan. Endi aytayapman, siz ogohlantirganingizdan keyin ham bo'lmasa, unda keskin taqiq tushishi mumkin. U jamiyatda ham shunaqa narsa-da asli. Lekin odatda qaytadi, mana shularni o'zini qilsa. Qaytadi. Men jamiyatda ham bitta narsa zo'r gap aytaymi men? Buxoroga borganmisiz? Buxoroga borgansiz. Arkka kirgansiz. Yo'q. Arkka kirgansiz. Arkka kirganingizda zindon bor. Mahbuslar turadigan, saqlangan.
hibsxonalar bor, to'g'rimi? 3 ga 4 kichkina xonalar, to'g'rimi? Buxoro amirligining zindoni. Nimaga kichkina? Odam kam bo'lgan? 8 ta 10 ta odam bo'lganda. Undan ko'p odam sig'maydi o'z yerga. Nima uchun? Keyin oxirgi yillarda nariyoqqa yana bitta zindon qurishgan, oxirgi paytlarda. Nima uchun degan savol tug'iladi. Chunki jamiyatda Ehtiyoj bo'lmagan? ehtiyoj bo'lmagan. Ikkita sabab bor. Endi ba'zan choralar haligi masalan darra urish kerak bo'lsa, qamaydi, darra uradi, chiqib oladi. Unaqa qamab, o'yinlab qamab o'tiriladigan kam. Jazolar turi sal boshqacha bo'lgan. Bu bitta sabab. Eng asosiy sabab u emas. Eng asosiy sabab jamiyatni odob, urf bilan boshqarilgan. Ta'lim tarbiya bilan boshqarilgan. Lekin shunda ham 5-10 ta chiqadi. O'sha eskirmaydigan, ya to'g'ri gapga yurmaydigan chiqadi 5-10 ta. U 5-10 ta bo'ladi. Minglab bo'lmaydi u. Ani minglab bo'layotgan bo'lsa, bu nosog'lom bo'ladi jamiyat. Urf bilan boshqarish, men to'g'ri tushungan bo'lsam, qora aka, bu mana shu ishni qilgan yoki mana bu nojoiz ishlarni qilgan odamlar bilan gaplashilmaydi. Ya'ni ular shu obro'si past bo'ladi shu jamiyatda. Shumi urf bilan boshqarish? Masalan, nimaga biz jamiyatda odamlar eng betartibi ham kiyim kiyadi? Hamma jamiyatda. Kiyimsiz chiqa olmaydi. Hech kim gaplashmaydi-ku. Kiyimsiz chiqa olmaydi. Xuddi shu tendensiyani, xuddi shu holatni, muhitni kengaytirasiz. Bo'ldi. Inson uchun eng katta g'ariza xohishlardan biri jamiyatda o'rnini topish bo'ladi. U o'rnini yo'qotishni xohlamaydi. Kerak bo'lsa, o'g'irlik qilayotgan ham shu jamiyatda o'rni yo'qolishini xohlamagandan kechasi qiladi. Ko'rmasin deydi. Hozir mana trollar chiqib olib yozyapti og'ziga kiyganini, ismini yashirgan. Nimaga ismini yashirgan? Jamiyatda o'rnini yo'qotmaslik uchun. Mana shu xohish bor insonda. Jamiyat agar yomon odatlarni qabul qilmasa, yomon odatli kishilarni qabul qilmasa, odam o'zidan tartibga tushadi. U betartiblik qila olmaydi. Qilsa o'ziga zarar bo'ladi-ku. Oilada xuddi shunaqa muhit yaratiladi farzand tarbiyasida ham. Farzand tarbiyasida ham taqiqlar emas, oila muhiti sof bo'ladi. Oila muhitida telefonga yopishib olish yaxshi emas. Misol uchun. Oila muhitida kitob o'qimaslik yaxshi emas. Oila muhitida behuda gaplashish yaxshi emas. U oilada boshqacha bo'lish o'zi noqulay bo'lib qoladi. Kerak bo'lsa obro'ni ham shunga qarab belgilansa, mana shu obro'si ham, hurmati ham shunga qarab bo'ladi. Ya'ni bunday narsa bor-da. Taqiq bu oxirgi chora va eng noqulay chora. nazorat ham kerak chunki. Mana aytyapsiz, mana hozir taqiq qo'yadi, undan keyin ular aylanib o'tishni boshlayaptimi? Unga qarshi kurashasiz. Mana shunaqa qilib bor quvvatingizni sarflab yurasiz-da, behuda. Shuni oldindan shu tafakkurini to'g'rilash, xohishlarini boshqarish, nafs tarbiyasi, ruhiy tarbiya, mana shular bilan o'nglasa bo'ladi o'zi 99%. 1%, 2% taqiqqa borib yetadi baribir. Bekarga o'sha qonunlar, taqiqlar, jazolar qadimdan bo'lmagan. Juda kam sonli insonlarda shu bo'ladi. Lekin u juda kam bo'ladi. Abbosiylarning 600 yillik xalifaligida ikkita odamning qo'li kesilgan o'g'irlikdan deyiladi. 600 yilda. 600 yilda ikkita odamning qo'li kesilgan deyiladi. O'g'irlikdan. Hozir har kun ikkitalar emas, 10 tadan o'g'ri topsa bo'lsa kerak. Kichkinagina joyda. Abbosiylar xalifaligi kattagina davlat bo'lgan. Ya'ni jamiyatni shunaqa oson boshqarish uslublari bor. Taqiqni oxiri yo'q. Qamaverasiz, olib kelaverasiz va hokazo. Farzandga ham shunaqada. Farzandni ham, mana farzandingiz taqiq uslubini qo'llashni odat qilib olsangiz, siz juda ko'p energiya yo'qotasiz. U bo'y o'sib, quvvatga kirgan sari sizni yengib boraveradi keyin. Kuchingiz yetmagan sari siz ko'p quvvatingiz ketaveradi. Lekin siz uni tarbiyani yumshoq kuch bilan boshqarish deyiladi mana. Yumshoq kuch bilan boshqarishni agar siz qo'llasangiz, o'zingiz ham qiynalmaysiz, u ham qiynalmaydi. Keyin mana men yana bir narsani aytmoqchiman, mana ota-ona farzandiga
yaxshi tarbiya berishda nimaga e'tibor berish kerak desa, ota-ona o'zi nafsini poklash kerak birinchi bo'lib. O'zida hasad bo'lmaslik kerak. O'zida kibr bo'lmaslik kerak. O'zida yolg'on, keyin nosamimiyliklar bo'lmaslik kerak. O'zingiz nosamimiy bo'lsangiz, boladan nimani kutasiz? Undan samimiylik talab qilasizmi sizga? Siz o'zingiz o inson mana yolg'onni hamchi ota-ona o'zi o'rgatadi ko'pincha. Bor yo'q deb qo'yaver. Hatto ota-onasini bir-birini so'ktiradiganlar bor. Ayini so'kib qo'y. Onangni so'kib qo'y. Kuladi, tirjayib. Mana shu kattalarning buzuq nafsi bolalarning sof tabiatini buzadi ko'pincha. Bu bittasi. Ikkinchisi o'sha buzuq nafsdan kelib chiqqan yana bolaga munosabat. Qanaqa u desiz? Masalan, o'ta erkalatib olish. Erkalatishda haddan oshib ketish. Hech qanaqa bo'lar bo'lmasga maqtaveradi. O'z maqtovni yaxshi ko'radi-ku. Mana shunaqa bemazalashib ketadi. Keyin bolada mana tarbiya qilyapman deb o'ylab nafsni buzib qo'yish bor. Misol uchun bolani boshqalarga solishtirish orqali unda hasad paydo qilib qo'yadi. Nimaga akang bunaqa? Nimaga qo'shnimiz bunaqa deyaversa, shuni deb gap eshityapmanmi men? Shuni yomon ko'rishni boshlayman. O'sha u hasad paydo qiladi. Bolada ota-ona bilmagan holatda hasadni, nafratni paydo qilib qo'yadi. Bir kuni bir oshxonaga kirsam, mana shunaqa yumaloq stol qo'yilgan, 6 ta 8 ta stol qo'yilgan ekan. Bitta mana shunaqa stolga bitta oila kelib o'tiryapti. Ota-ona, 2 ta 3 ta farzandi o'tirayotgan ekan. Shunda nariyoqdan bitta yosh bola keldi. 8 yashar, 6 yashar bolalar ikkalasi ham. Nariyoqda yana bir oilaning bolasi ekan u ham. U o'ynaqilab keldi-da, mana bu oilaning stoliga o'tirib oldi. O'tiruvdi, haligi tengqur bola unga joy berib hurmat qilib gaplashyapti, maza qilib, yaxshi munosabatda hurmat qilyapti. Keyin birga o'tir, deb unga iltifot ko'rsatyapti. Dasturxoniga begonaning bolasi sherik bo'lgani uchun ota-onaning g'azabi keldi. Otaning g'azabi keldi. Nima bir begonani o'tirgizib olding, turgizib yubor dedi. Tur yo'qol dedi. Tur, ayt, ur deb deyapti-da bunda aytganda. Bola qila olmayapti. U sof tabiati bilan insonni ikrom qildi. Mana u buzuq, baxil bolaning tabiatini buzyapti. Uni nafsi buzuq, otaning nafsi buzuq. Hali bola otaning buyrug'ini bajara olmayapti. Mana shunga o'xshash bolalar masalan birov bilan talashib qolsa, bolasi ustun bo'lishini uchun kurashib, o'zingnikini qo'yma, yulib ol. Buzadi bola. Ayniqsa mana onalar ovsinlar o'rtasida urush bo'ladi-yu, bolalar o'rtasida. Nima qiladi bilasiz? Bolani aybini yashirib, bolaning tarafini olaman deb, bolani axloqsiz qilib o'zi tarbiya qiladi. O'zi qiladi shuni. Insonda bir tabiat bor-da, insonda nafs degan narsa bor-ku. Mana masalan, men sizga kasbingizni yomonlasam yoqadimi? Ustingizda turgan, egningizda turgan kiyimingiz, rangi bo'lmabdi buni. Desam yoqmaydi sizga, to'g'rimi? Yarashdi desam ma'qul, to'g'rimi? Lekin javonda turgan kostyumni rangi uncha yaxshi emas ekan desam, u sizniki emas u. Sizga tegmaydi. To'g'rimi? Nimaga ustingizdagi egningizdagi narsani yomonlasam yoqmadi? Uni o'ziga taalluqli deganingiz uchun, bilganingiz uchun. O'zingizga taalluqli bo'lgan narsaga qaratilgan tanqid siz o'zingizga tegyapti-yu. Tanlov sizniki chunki siz uni ma'qullagansiz, o'zingizga tegyaptimi? Siz buni himoya qilishni boshlaysiz. Yo'q, bu zo'r, u deyishni boshlaysiz. Xuddi shu narsa farzandga nisbatan ham bor. Farzandga bo'lgan ta'na va hokazo yaxshilik, ko'rmaslik va hokazolar bor u sizga nafsingizga yoqmaydi u. Mana shu joyda sizda bitta xolislik kerak bo'ladi. Masalan, ustingizdagi, meni ustimdagi deylik, sizdan misol keltiraverdim. Bemalol keltiravering. Siz ustingizdagi deylik, bu davom etaveraylik. Kiyim sintetik. Sintetik narsa tanaga zarar desam, siz nafsingizga ma'qul kelmasa ham haqni qabul qilishingiz kerak.
Farzandni tarbiyasida eng katta xato farzandni aybini birov aytsa o'ziga tekkani uchun nafs qaytaradi uni. Uni bolajonlik deb aytish xato, bolajonlik emas u. Aksincha bolani buzish u. Bolaning kamchiligini birov aytsa, mana bizda ota-onalar bolani himoya qilib, yo unaqa emas, yolg'on gapirmagan, yo o'zi bunaqa qilmoqchi edi-da qilib yurib, bolani yomon tabiatini o'zi himoya qiladi. Men shunaqa oilalarni bilaman. O'shuna qilib bolasini po'palab katta qilganda, u bolani nafsi devdek bo'lib, onani o'zini yeydi keyin. Ota-onani o'ziga qaytadi u. O'shada mana shu joyda o'zingizga nisbatan ham siz inson aslida adolatli bo'lishingiz kerak. Yolg'on gapirgan joyingizda yolg'on gapirdim deyishingiz kerak. Xato qaror qilgan joyingizda xato qaror qilibman deyishingiz kerak. Aybni tan olish nafs uchun eng og'ir ish. O'shuning uchun tasavvuf ahli birinchi bo'lib tavba qilasan deydi. Aybni tan olish u. Chunki aybni tan olmasdan nafs poklanmaydi. Farzandni tarbiyasida ham xuddi shu narsa bor. Farzandni ayb qilganida aybini tan olish kerak. Bolani ko'morish emas. Siz farzandingiz haqida maktabga chaqirib, mana siz tajribada ko'rgan bo'lsangiz kerak. O'g'lingiz bu beadablik qilyapti desangiz, ota-onaga yoqmaydi. Shu qiyin. Sizga reaksiya bildiradi, xuddi uni tanqid qilayotganga o'xshaysiz-da. Shu yerda qabul qilish kerak. Nafsni o'rgatish kerak, tanqidga, aybni tan olishga o'rgatish kerak. Mana shu narsa farzandni tarbiyasida juda nihoyatda kerakli narsa. Farzand uchun kerak. O'zi uchun ham kerak. Mana riyokorlikni ham ota-ona o'zi bolada shakllantirib qo'yadi. Xo'ja ko'rsin deydi. Inson nafsida yaxshi yomonlikka intilish bor. Yaxshilikka intilish, yomonlikka intilish bor bu. Alloh shuni joylab qo'ygan. Lekin juda ko'pincha nafsning yomon tabiatini oiladagi tarbiya o'stirib qo'yar ekan. Masalan, gohida maqtov chegaradan chiqish orqali. Gohida maqtamaydigan narsaga masalan tanqidni o'rniga maqtash o'rni yoki aksincha tanqid qilmaslik kerak bo'lgan paytda tanqid bilan masalan. Mana shu bolaga bo'lgan munosabatda. Keyin bolani sheriklar bilan solishtirish orqali, qarindoshlar bilan solishtirish orqali tabiatlarni buzib qo'yadi. Bolalar kelib ko'radi-da, endi men maktabimizga doim yangi bola kelib turadi. Yangi bola keladi, o'zimizdagi bolalarni ham ko'ramiz-da. Bir nima bilan maqtayotganiga ko'rib qolsam, shundan bilamanki, bu suhbat bo'lgan uyda demak. Yaqinda bitta bola aytdi. "Men adam bilasizmi, qayerda ishlaydi? Nimadir tashkilot etyapti-da. U yerda uzun nomida tashkilotda shu yerda rahbarlar o'tdi. U bola bilmaydi u narsani, ana yuqori maqomli narsaligini. U qiyin uni bilishida. Yosh bola 4-3 sinfda. Ha, demak, oilada shu gap bor. Ha, men kimdir aytgan unga, "Adang, mana shunaqa joyda ishlaydi, bilasanmi?" degandek narsa bo'lgan. U bola takrorlayapti uni. "Bilasizmi, mana adamni Google'ga yozing, palonchi deb yozing, mana bunaqa tashkilot chiqadi" deyapti-da yoki aytadiki, "Biz har yili 3 ta davlatga boramiz" deb maqtanyapti-da. Demak, bu maqtanishga arzigulik uyda bolam biz boshqachamiz, biz mana qaysi boshing boradi, biz boramiz shu deb turib, bu riyo boya aytdingiz-ku, ya'ni ko'rib qo'ysin degan narsa birinchi oilani o'zida bo'ladi, keyin keyingi qatlamga o'tadi. Ha, shu ekan. Ya'ni biz ota-ona nimani obro' deb bilsa, bola ham shuni obro' deb bilishni boshlaydi. Bitta narsani sizga aytib beraman. Yaponiyaga borib keldingiz-a? Yaponiyada maktabga borib men o'rgandim men ham. O'shada suhbatda so'radik. Maktablarda hozir nima muammo tarbiyada, ta'limda desak, bolalar bir-birini kamsitib deydi. Bir-birlarini tahqirlab qo'yapti. Men palonchilardanman, sen unaqa emassan va hokazo. Tabaqalanishga tortadigan gaplar bilan bolalar bir-biriga ozor beryapti deylik. Mana shu ommalashib ketdi deyapti. Yapon maktablarida shu illat ommalashib ketdi. Mana shuni hozir endi bir muolajasini o'rganyapmiz deyapti-da endi, tarbiyasini. Ikkinchi bir xabar eshitib qoldim keyin. Mana shu Yaponiyadagi shundagi o'zbeklar bilan gaplashganda, yaponlar bilan gaplashganda to'ylar haqida gaplashdik-da, to'ylar. To'yga borish qanaqa bo'ladi? To'yga borilsa, to'yana majburiy ekanda, to'yana. Lekin To'yga borsa, eshikdagiga yozib qo'yar ekan. To'yanasi masalan $250 deb qo'yar ekan. 200-300 atrofida bo'lar ekan dollarga. Bitta to'yga borish, qatnashish.
O'shuning uchun nima qilar ekan? To'yga aytilganda juda ko'pchilik uzr aytar ekan. Men narigi qishloqda bo'lib qoluvdim. Safarda edim degan uzrni aytar ekan ko'pincha. Chiqimdan qochib, to'yanadan qochib. Ammo deyapti. Ammo shu to'y qilayotgan tomon obro'li bo'lib, shu to'yda qatnashish agar kishiga daraja, obro'ni keltiradigan bo'lsa, unga 200-300 sarflashdan aronmasdan 500 sarflab bo'lsa ham boradi, deyapti. Qishlarni ham qo'yib. Mezbon statusli bo'lsa. Mezbon. Mana shu palonchi to'yda siz ham bor ekansiz, a? degan gap sizga obro', sizga nima beradi? Daraja beradi nazingizda jamiyatda. Ana o'shanda siz qiziqib borasiz ekanda. Hali 300-400-500 sovringa ham rozi bo'lasiz ekan. Uni ortidan siz jamiyatda nimadir yutuqqa erishayotganingizni his qilasizda, unda shundan kelib chiqadi. Asli bolalarning maktabdagi nimasi, haligi aytayotgan muammoning negizi kattalarda o'zi asli, hozir aytayotganingizdek. Ular shu to'yda qatnashishda obro' deb biladi. Mana shunaqa taqsim bor jamiyat ongida. Shu bolalarga ko'chyapti, o'zlariniki bilmaydi, kattalarniki. Tabiiy holat deb ko'rishgan ular. Kattalar uni nazorat qiladi, bildirmaydi. Ichida turadi, nazorat qiladi uni. Bolalar uni nazorat qila olmagani uchun chiqarib yuboradi. O'zi ikkalasi Gapirib boradi. Ikkalasi bitta narsa. Xo'jayinniki bo'lsa uyalgandan boradi. Xitoy kinolarida ham bor ekan. Men bu yaqinda bir reklam Xitoyning kinosi reklamada chiqib qoldi. Ozgina ko'rdim, 10-15 daqiqa. Shunda shu to'yda, falonchining to'yida hamma ham qatnashishi mumkin emas, bilasan, bu kim bu falonchi biznesmen degan ma'no yuribdi. Kino arabchaga tarjima qilingan kino ekanda. Bu kinodagi narsa jamiyatda bor narsa u. Xuddi shu narsa bor ekanda ularda ham. Ya'ni o'zini manfaati bo'lgan joyda moddiy o'lchovi bor. Ya'ni bir insonga avvalo inson emas, qaysi qatlam vakili, darajasi nima deb yondashish kattalarda bor. Kichkinalarda o'tyapti, kattalar buni bekitgani uchun u bilinmayapti, lekin kichkinalar bekita olmaydi hali, yashirishni o'rganmadi hali. Yaponiyaga endi biz ham bordik, birga borganimizda. Biz endi aylantirib yurdilar o'sha yerda. Endi Tokiodamiz, Tokioda yurimizda va men men uchun hamma yapon bir xil. Hammasi yapon, ko'rinishi, yuzi, hamma narsasi mashinaning raqamigacha bir xilda. To'g'rimizda muzqaymoyapti. Mana anaqasi mashinani oldiga qo'yganda, skameykaga o'tirib, yoniga anaqalarni yig'ib qo'ygan. Pista pochoqlar nimadir yig'ganda. Bundoq qarab, bular palonchi shahardan-da, mana mashinasi ham 13, bularda farosat yo'q deb qo'yadi. Ya, ajratyapti. Tuman shahar ajratyapti. Menga bilinmaydi. Men uchun hammasi yapon. Endi shunaqa bo'lsa kerak dedim. Keyin aytdim, endi bular ham o'zi ichki anaqalari bor ekan dedi, mahalliylashuv. Alohida mavzu. Qoriga juda ajoyib suhbat bo'ldi. Agar xo'p desangiz, biz bundan keyingi suhbatda ilm fanga qiziqtirib hamda kasb tanlash bo'yicha qilsak, bu nima uchun deganda o'smir yoshdagi ota-onalarning katta mavzusi, ya'ni bolada bo'ysunmaslik holati, ya'ni men o'zim ko'p narsani bilib oldim deb o'ylashi yoki ota-onani haqiqatan ham ilm fanga o'smirlarga xitob qilamizmi? Alohida bir o'smirlar uchun qilinsa-da, o'smirlar va kasb tanlash va ilm fanga qiziqtirish bo'yicha qilsak keyingi ko'rsatuvda xo'p sizlar. Bugungi suhbat uchun kattakon rahmat. Zo'r.